Ziyolilar, o'zbek ziyolilariga sifatli seks yetishmaydi. Ha. Seks so'zidan qo'rqishadi, seks so'zi ular uchun qanaqadir uyatsiz, mana uyatsiz deb tushunishadi. Alisher Navoiyga sifatli seks yetishmaydi. Tushunyapsizmi? Er-xotin to'shakda ham bir-biriga erkin nima xohlayotganini gapira olmaydi, qo'rqadi, uyaladi. Necha yillik bo'lsa ham bo'lishi mumkin. Chunki u o'ynash bilan qiziq bo'lishi mumkin. Xotinidan ko'ra. Ovoz qilib qolib, keyin chet eldan uy olib, keyin o'sha yerga ketib turgan yoki boshqasiga kechirib ketadi. Yoshroqga olib ketarman deydi. Bu ersiz ayollarni fikrida. Erli ham, ersiz ham. Bolalarichi, bolalari. Bolalarda qanaqa o'zgarish bor? Bolalari ularga kim o'rgatadi? Bolada muammo. Bola kerak emas ularga ham, shunaqa ko'ryapsizmi? Sevib turmush qurganlarni orasida ajralish ko'p ekan. Bizda ham bu kruglar bo'ladi, har xil intellektualniy tusovkalar kruglar. Xotinlar bilan kelishmaydi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun Toshoyna podkastning navbatdagi syomkasi va bugun biz o'z qarashlari bilan va noodatiy fikrlari bilan ajralib turadigan, sizni boshqacha fikrlashga olib keladigan bir ajoyib mehmonni taklif qilganmiz va bu mehmon sizni dunyo qarashingizni o'zgartirishga majbur qiladigan sotsiolog, tarixchi, Fanlar akademiyasining katta ilmiy xodimi, kandidat nauk Baxtiyor Alimjonovich. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Baxtiyor aka. Rahmat. Xo'p deganingiz uchun podkastga kelganingiz uchun katta rahmat. Va bugungi suhbatimiz juda ajoyib va qiziqarli bo'ladi deb o'ylayman. Ajoyib savollarni sizga tayyorlab kelganmiz. Bu podkastni bugungi mavzusi hamma o'ylashi mumkin, nima haqida gaplashadi tarixchi bilan deb. Sizni yaqindagi bir podkastingizni ko'rganda, suhbatda bir sizni ajoyib gapingizni eshitib, bu odamni men chaqiraman deb o'zimga tuyib qo'ygandim va o'sha kun keldi baxtga qarshi mana. Ya'ni o'zbeklarning orasida, ziyoli o'zbeklarning orasida sifatli jinsiy aloqa, ya'ni sifatli seks kerak ularga degan gapingiz. Yetishmaydi dedi. Yetishmaydi. Ha. Ziyolilar, o'zbek ziyolilariga sifatli seks yetishmaydi. Ha. Kerak deb odamlarga. Baribir kerakdi. Kerakligini gapiramiz, kerakmi, kerak emas. Yetishmagan uchun bularning jinsiy bilimi baribir yetishmagani va jinsiy aloqada o'zini to'laqonli his qilmaganligi uchun bularning munosabati buzilganligi. Umuman hozir bu podkastni o'zi asosida er-xotin munosabati, er-xotin o'rtasidagi jinsiy munosabatlar, ruhiy kelib chiqish ularning ruhiy munosabatlari, umuman kommunikatsiya haqida va bu muammolarni kommunikatsiya hisobiga kelib chiqadigan muammolarni yechimi haqida gapiradigan podkast va bugungi podkastda o'zi odatda doimiy an'anaviy savolimiz bor. Bu savol, bu sohaga siz qanday kirib kelgansiz? Gapirsa gap ko'p. O'zim tarixchiman. Kasbim bo'yicha, diplomim bo'yicha ham tarixchi, iqtisodchi, ya'ni ham moliyaviy tarix bo'yicha mutaxassisman. Shu Milliy universitetga kirganmiz 2004-yil tarix fakultetini bitirganman o'shanda, 2008 bakalavr. Kelishim g'alati bo'lgan, o'zi borganman universitetlarni kuzatganman 2004-yil edi, bu hali yosh yigitman. Qarab tarixchi bo'la qolay degan. Bir sotsiolog bo'lmoqchi bo'lganman, bir tarixchi, bir falsafa, meditsina, matematikani ham yaxshi bilardim bu paytda. Kimdir turtki bo'lgan? Nimagadir turtki bilmadim. O'zim ko'p o'qish ko'rardim har xil tarix masalani shu paytda. Matematikani ham bir xil o'qirdim. Ko'proq g'arb adabiyoti bo'lishi mumkin, yoki sharqona adabiyot ham bo'lishi mumkin. Ko'pincha bitta narsa bo'lgan. Nima uchun bizning davlat shunaqa, nima uchun biz shu ahvolda yashayapmiz? Har doim shu savol qiynalganlikchaligida nimagadir ko'p qiynalib o'ylayotgan ekanman. Hozir achinaman, nega shuncha qiynalgan ekanman deb. Qiynalib shuncha tarixchi bo'lib qolganman. Nimagadir o'zi ko'pincha afsuslanaman tarixchi bo'lganimga, lekin gohida afsuslanmayman ham. Umuman tarixchi bu taqdir deyshadi, bir xil tarixchi bo'lish, bundan qochib ketib bo'lmaydi. Lekin hozirgi avlodga tarixchi bo'laman deganlarga tarixchi bo'lmay qoldi. Chunki hayot oxir bo'ladi. Chunki juda ko'p o'qish kerak, doimo o'qish kerak. Tarixchi deganda ko'proq bir xil o'ylashadiki, o'tmishni o'rganadi. Yo'q, tarixchi ko'proq hozirgi muammolarni, insonlarning muammolarini o'rganadi. Psixologik muammodan tortib uyqusigacha o'rganadigan narsalar bor-da. Mana yaqinda o'qib qoldim, tanishingiz kerak, Theodor Adorno degan bir falsafa bo'lgan, nemis falsafa. Frankfurt maktabining yorqin namoyandasi. O'zini tushlarini yozgan ekanda, yozib chiqarib, yaqinda chiqarishdi. Germaniyada ham, Rossiyada ham, Moskvada ham chiqarishdi tarjimalarini.
o'zini 25 yil ko'rgan tushlarini yozgan. Mana biz tarixchi o'rganyapmiz o'shalarni endi o'qiyapmiz. Men aytaman, tarixchi deganda uyqudan tortib seksgacha o'rganish kerak ekan tushunish uchun jamiyatda. Chunki inson juda ham murakkab mavjudot. O'zbeklar bo'lsa boshqa odamlardan va boshqa millatlardan ajralib turadigan millatda. Chunki ular hamma narsani berkitishadi o'zbeklar. O'zbeklar ichimdagi top deydi. Keyin o'zbeklarda seks haqida seks ham uyqu ham juda intim. Ya'ni intim hayot yopiq, ya'ni private deydi, private sphere. Ya'ni o'zini shaxsiy hayoti juda ham sirli va berkitiladi. Qorong'i xonada qolib ketadi o'sha narsa. Qorong'i xonada qolib ketadi, lekin bilasizki, tarixni harakatga keltirayotgan narsa barcha shu qorong'ida xonada qolayotgan narsa, ya'ni uni orzu umidi, uni to'shagidan tortib uyqusigacha va ichki o'sha tuyg'u-yu o'sha ehtiyojlari belgilab berar ekan. Tarix degan biz o'ylaymiz siyosiy tarix deb o'ylaydi. Bilinib turibdiki, hozirgi oxirgi 30 yildan beri tarixshunoslik juda katta o'zgarish yuz berdi-da. Antropologik buni turn deydi, antropologik turn deydi. Ya'ni burilish bo'ladi. Antropologik burilishda bilinib turibdiki, insonni his-tuyg'usi va insonning ehtiyoji va xohishlari tarixda katta rol o'ynayotgan. Chunki bir xillarda katta voqealarni tushunish uchun albatta qanaqa kasal bo'lgan, nimani xohlagan, qanday ayolni sevgan yoki qanday erkakni sevgan, nimalarni xohlagan o'zi hayotda, yoshligida nima bo'lgan uni, qanaqa travmalar bo'lgan, seksual travmalar ham bo'lishi mumkin. Juda ko'p travmalar ta'sir qilar ekan tarixga. Ya'ni tarixiy jarayonga har bir bizani tanlovimizga, tarixiy tanlovimizga juda ko'p omillar ta'sir qilar ekan. Buni arxeologik tekshiruvdan aniqlashganmi shunda? Nafaqat arxeologik yozmalarda. Yozma ham ko'p, memuarlar ham ko'p. Ana 20-asr bu memuar va og'zaki tarix gullab gurkiryapti. Bilinib turibdiki, qancha siyosiy tuzum og'ir bo'lsa, seks ham ta'sir qilgan ekan. Ya'ni siyosiy tuzum va seks og'irligi juda ham katta. Masalan, esingizda bo'lsa, SSR paytida bir hazil bo'luvdi, perestroyka qayta qurish davrida. Yani SSR 87 deyishardi, lekin davom bor edi. Bizda o'shaning davomini yetishmagan. Davomida yetalardi. Bizda faqatgina his-tuyg'u orqali muhabbat bor, seks emas bizda muhabbat bor deb g'arbdan o'zini ajratishmoqchi bo'lishgan. Ya'ni sotsializmda ko'proq muhabbat, g'arbda kapitalizmda seks bor deb tushunilgan. Yoki yaqinda ham bir tadqiqot o'tkazildi Germaniyada. 91-yilgacha GDR bilan FRG bo'lgan, ikkiga bo'lingan bo'lgan. Sotsializm, GDR sotsializm bo'lgan, FRG kapitalizm bo'lgan. GDRda seks sifatliroq bo'lgan ekan, ayollar ko'proq qoniqishgan ekan seksdan. Shunaqa katta tadqiqot ham o'tkazyapti tarixchilar hozir. Ya'ni siyosiy tuzumda qanday seks bo'lgan va siyosiy tuzum meditsinaga ham ta'siri. Yoki bilasiz, Michel Foucaultning asarlari bor. Historia seksuality, seksuallik tarixi ham yaxshi o'rganildi 70-yillardan boshlab g'arbda. Afsuski, O'zbekiston tarixida 30 yillar oxirida O'zbekiston tarixshunosligimizda bu mavzular o'rganilmayapti. Hali ham siyosiy tarix olib ketyapti-da, his-tuyg'u tarixi-yu. Seksual tarix umuman gapirmasa ham bo'ladi. Chunki bizda hayron bo'linki, Aqllar akademiyasida g'alati narsa bor. Ayniqsa bizning gumanitar sohalarda seks so'zidan qo'rqishadi, seks so'zi ular uchun qanaqadir uyatsiz, mana uyatsiz deb tushunishadi. Bu oddiy so'z yoki oddiy so'z yoki oddiy tushuncha deb qarashmaydi, lekin o'ylab bundoq qarasa, bu albatta juda siyosiy atama bo'lib qolgan bizda. Chunki bizda seks deganimizda gumanitar sohadagi odamlar ko'p ma'no tushunishadi. Ko'p mazmun berib olishadi. Ma'no mazmun berib olishadi tushunchaga. Masalan, g'arbda seks deganda oddiy munosabat, jinsiy munosabat, aloqa tushunilsa, bizda ungacha bo'lgan voqea ham tushuniladi, undan keyingi jarayon ham tushuniladi. Ya'ni tushuncha keng tushuniladi. Seks deb ko'proq jinsiy aloqa deb tarjima qilish mumkin o'zbek tiliga. Lekin seks bilan jinsiy aloqani tushunchalar tengmas demoqchiman. Bizda seks deganda ko'proq tushunishadi ma'no, mazmun kirgizishadi. Jinsiy aloqa deganda faqatgina er-xotin yoki o'sha jinsiy nikohdan tashqari munosabat tushunilishi mumkin. Shunaqa. Nimagadir shaxsiy hayotda tarixchilarni yoki sotsiologlarni obyekti deb tushunishmayapti. To'g'ri, sotsiologlar o'rganishayotgandir, dissertatsiyalar yozishayotgandir. Lekin ko'pincha ahamiyat beryapman seks haqidagi seksuallik gaplar deviantlik tushunishadi. Ya'ni har xil atvar, ya'ni har xil bo'lmag'ur, ya'ni nikohdan tashqari bo'lsa, bu deviant hisoblanaveradi. Yomon xulq-atvorlar. Yomon xulq-atvor yoki jamiyatga to'g'ri kelmaydigan, qadriyatga to'g'ri kelmaydigan narsalarga o'tib ketaveradi.
Shuning uchun bizada eng katta muammo ziyolilarni miyasida muammo. Ziyolilar seksni ochiqdan ochiqcha public sferada deydi. Ya'ni publiczniy sferada, ya'ni ommani oldida ochiqdan ochiqcha fikrlasha olmaydi yoki gaplashisha olmaydi yoki diskussiya qilisha olmaydi. Lekin yopiq bor o'ziga yig'ilganda tor doirada bemalol gaplashishadi. Unda bemalol ketadi, lekin fanda yoki fan ilmiy nuqtai nazardan o'rganilmaydi, maqolalar kam yozilyapti yoki seksni siyosiy tuzum bilan bog'lashmayapti bizada. Yo'q. Shu kontekstlar, har xil kontekstlarda ko'rib chiqsa bo'ladi. Chunki bilasiz, chunki dars qilib ham o'tilmaydi. yo'q, dars umuman og'iz ochmaymiz uni. Faqatgina shu aytganingizdek gumanitar sohani bir bo'lagi seks psixologiyasi degan o'tilar dars sifatida. Bizda masalan tashkil o'tilmagan ham, hozir ham o'tilmaydi, hech qayerda o'tilmaydi. Eng katta muammo yana bir narsaki, mana shu narsalardan kelib nimaga dars o'tilmayotgani savolga javob. Bizda 91-yildan keyin bitta narsa bo'ldi. Biza ozodlikka chiqdik-da 91-yil, keyin erkinlik yo'q. Ya'ni seks tushunchasi juda erkinlik mavzusi bilan bog'liq bizda, o'zbeklarda va o'zbek fanida ham va o'zbek ziyoliysida ham. Ya'ni nimaga seks haqida ochuvchi fikrlamayapti? Chunki erkinligi yo'q. Agar erkinlik bo'lganda, erkinlik bilan seks bog'liqligi ko'rilganda shunday ko'rinadi-da. Erkinlik bo'lganda seks to'g'risida bemalol gapirardi. Erkin bo'lmasa odam seks haqida gapira olmas ekan. То есть государствоning davlatda o'zi mustaqil, hamma mustaqil davlat fuqarosi, ozod, lekin so'zlash, shu narsani aytish haqida so'zlash, fikrlashda, xatti-harakatda, tanlovda erkinlik bo'lmagani uchun ziyolilarda ko'rsata olmaydi ham, buni. Bu narsa namoyon bo'la olmaydi va bu narsa to'g'risida yoza olmaydi ham ochuvchi. Va bu narsasi to'g'risida diskussiya qilib erkin ham gapira olmaydi. Chunki erkinlik yo'q. Va biz mana hozir bemalol gaplashamiz, Akbar shoh. Bu shunaqa bo'lib qoladiki, biz shaxsan ikkalamiz hozir erkin shaxs ekanmiz-da. Ya'ni erkinlikni anglaganimiz uchun bemalol seks haqida gapiryapmiz va fikrlayapmiz. Afsuski qolgan ziyolilarimiz bu narsada hali uzoqroq. Lekin bu hozir paydo bo'lgan muammo emas demoqchiman. Bizda bu muammo ancha bu 1000 yil, 2000 yildan beri tariximizdan kelyapti-da bu muammo. Masalan, birinchi bir gapirganimiz siz o'shanda so'radilar, menga savolotdan o'shani telefon qiluvdilar. Ya'ni o'zbek ziyolisiga sifatli seks yetishmaydi deysiz, nima deb tushuntirasiz? Mendan ko'plar so'radida. Hatto mashhur odamlar ham kelib so'rashdi. Nima menda sifatli seks yo'qmi deb so'rashdi bu xil. O'zingiz nima dedingiz? Men indamay qo'ydim-da, keyin bilarsiz, bir xilga ketsam senga tegishli emas dedim. Bu atamada, endi hazillashib shunaqa gapirdim. O'zingga keyin o'ylab qarasam, bir o'tgan hafta o'tirdim. O'yladimda, o'zi birinchi kimdan boshlangan bu? Kimga, qaysi o'zbek eng mashhur o'zbek ziyolisiga kimni ko'z oldimizga keladi desam, Alisher Navoiy dedi. Birinchisi aytdimki, Alisher Navoiyga sifatli seks yetishmagan. Nega? Men bir baytini o'qiyapman-da uni. Baytida yozadi. Men istar o'z suhbatiga arjumand etmas, meni istar kishi suhbatin ko'nglim pisand etmas deyapti Alisher Navoiy. Mana shu bayt orqali. Ya'ni shu qizuki, Alisher Navoiyda ham sifatli seks yo'q. Xorvatda ham o'sha paytda qancha shoir bo'lsa ham 400 ta, 500 ta, 15-chi. Ko'ngli yoqadigan odam bo'lmagan. Ko'ngli odamga yoqadi. Ko'ngli odamga ko'ryapsizmi? Ko'ngli yoqmagandan keyin o'ylamagan. Bitta o'ylanishda ham o'ylanmayapti ham sifatli seks o'zi ham yo'q. Ya'ni o'ylandi degani sifatli seks bo'ldi degani emas. To'ppa-to'g'ri. Hamma biladi. To'ppa-to'g'ri. Ya'ni nega Navoiyda ham sifatli seks yetishmagan. O'sha vaqtda ham hattoki shunaqa edi. Shuning uchun ham sufiylik bo'lgan, mana 1000 yildan beri men sufiylikni bir o'qiganman, ancha yildan beri. Ko'pincha buyuk sufiylar ham o'zini yoritib Allohga ko'rishgan. Alloh yoritib, ya'ni yetisha olmaydi, hech qachon yetisha olmaydigan bitta marhamat hamma o'zi Qodiriyada ham, Naqshbandiyada ham Alloh yor tushuniladi. Ya'ni bizda oxirgi 1000 yilda agar sufiylarni ham o'zbek ziyolisi desak, o'zbek intelligensiyasi, ular yerda o'ziga borib seks bilan, sifatli seks bilan shug'ullanishi yerda hech qanaqa partnyor topishmayapti. Ularda ilohiy partnyor bor. Ilohiy faqat. Da, Navoiyda ham ilohiy partnyor bor. Nima uchun? Chunki bularda ana o'sha erkinlikni anglash yo'q o'zbek ziyolisi. O'zbek ziyolisi har qanday kimgadir bog'liqda. Masalan, 15-16 asr Osiyo, o'sha Timuriylarning renessansi deydi, Hirot, Samarqand gullab yashnagan davr. O'sha yerda ham saroyga xizmat qilishyapti.
ziyolilar saroyga xizmat qilishyapti, saroy manfaatiga, Saroy vaziri, saroy vaziri bo'lib shoiri, yurishibdi, har saroy xil shoiri. amallarda yurishibdi, hollarni maqtashyapti, Oilaga she'rlar vaqt yo'q. yozishyapti. Bitta emas, ozod erkinlik yo'q. Saroydan chiqib qarang, bitta narsa bor. Bularda hammasida pul bor, uylar bor, qullar bor, yaxshi yashashyapti. mazmun bor. Lekin erkinlik yo'q. Nima xohlasa o'shani yoza olmaydi. Hozirgi saroy shoiri. Juda ham yaxshi o'xshaydi-da, o'sha 1000 yildan ko'ryapsizmi? Erkinlik bo'lmagandan keyin albatta sifatli seks bo'lmaydi. Va shuning uchun sifatli seksga erishish uchun ular albatta nima Alloh vasli va boshqa vasli erishib bo'lmaydigan vaslga o'tib ketishadi. Ya'ni falsafiy tomonga o'tib ketishadi. Falsafiy tomonga o'tib ketishgandan keyin o'sha orqali qandaydir qoniqishyapti. Ruhan, ma'naviyan o'sha she'r orqali, ya'ni seks bilan, ya'ni sifatli seks bo'lish uchun ikkita inson orasida qandaydir yo she'riyat qilyapti, yo falsafa qilyapti, yo hokimiyat qilyapti. Baxtiyor aka, tushunishim bo'yicha siz hozir, ya'ni siz hozir sifatli seksi bo'lmaganligi uchun o'sha ziyoli insonlar deb hisoblaylik, sofiylar deyapsiz. Ular sifatli seks bo'lyapti qanaqa? Ularda idealdagi o'zini idealdagi insoniga she'r yozib, o'shandan maza qilyapti degan. Basl. Ha. Xo'p, chunki erkinlikni ana o'shanda his qilishyapti o'zligini. Tushundim. Baxtiyor aka, bitta narsa aytmoqchiman. Qarang, statistika bor-da. Mavzuga qaytib kelaylik. Statistikada hozirgi statistika, lekin bu menimcha xato deb hisoblayman. 40% gacha yoshlar orasida ajralish sababi bu O'zbekistonda. Yoshlar orasida ajralish sababi jinsiy bilimni yetishmasligi emish. Menimcha bu sifr balandroq bo'lsa kerak. Nima deb o'ylaysiz? Shu hozir jinsiy bilimdami gap yoki yoshlarni, yigitlarni mas'uliyatsizligi, o'zini ko'rsata bilmasligi yoki talabi boshqachami? Nima deb o'ylaysiz? Qarang, jinsiy bilim deyapsiz, to'g'ri, seksual tarbiya bo'lish kerak. Masalan, Qozog'istonda maktabda men bilaman, odam ko'p o'ldirish, ko'p o'zini maktabdagi o'ldirgandan keyin suitsid ko'payib ketganda, qizlar bolalar. Bizda ham ko'paydi, viloyatlarda. Bizda ochiq statistika yo'q-da, afsuski. Lekin eshitib qolamiz o'tda. Eshitamiz, lekin men Qozog'istonnigini keltirsam bo'ladi. O'shanda bir 10 yil oldin shu narsani bir majlisda eshitib qoldim yurganimda. Chet elda, Qozog'da ham ko'p chiqib, Qozog'iston konferensiyalarida ham yurganimda. Lekin shu maxsus 600 ta psixolog, seksolog psixologga Peterburgda tayyorlatirishdi. Maktablarda suitsid ko'payib ketgani uchun 8-sinf, 9-sinf, 10-sinfda keyin ular dars bersam psixolog, har bitta maktabga psixolog, seksologga boraylik deyishdi. Ya'ni bizda ham bu muammo bor albatta. Bu ochiq statistika yo'q. Lekin to'g'ri, umumiy qanaqadir bilim berish kerak seksual tarbiya. Bizda yo'chetdagida o'g'il bola chiqib tursa, o'g'il bola qolsin, qizlar keyin qolsin, bir narsa deyishadi. Lekin gap unda emas. Gap erkinlikda, ko'ryapsizmi? Yana aylanib kitoblar yoki qanaqa? Yo'q, gap kitoblarda emas. Gap jamiyatdagi va oiladagi muhit erkinlik masalasi turibdi. Bu diniy qarashlar. Qarang, bitta seksual hayot deyilganda bizda faqatgina oilada va to'ydan keyin tushuniladi, to'g'rimi? Bizda erkin seksual hayot yo'q. Yo'q. Tushunish kerak. Biz Qozog'iston emasmiz, Rossiya emasmiz, Yevropa emasmiz. To'g'rimi? Erkin deganda erkin deganda nikohgacha demoqchiman. Bor-ku, podpolniy ochuv demayman-da, baribir nazarga olinganda so'rasangiz erkinlik yo'q deb, baribir erkin seksual hayot yo'q demoqchiman. Hamma bokira bo'lish kerak, qizlar ham bokira bo'lish kerak, erkaklar ham bokira bo'lish kerak degan juda ko'p gapirilyapti. Men yaqinda ham eshitib turibman. Ko'p gapirildi bu narsa to'g'risida. Ya'ni masala nima to'g'risida? Siz aytasiz-ku, mana bilim bersa yaxshi bo'ladi deb o'ylayapmiz. Juda ko'plar qarshi chiqdi-da, masalan. Maktablarda ham masalan seksual kerak emas tarbiya va maktabda seks haqidagi dars kerak emas deyishdi. Juda ko'p qarshi chiqishadi, men eshitaman, ko'raman. Agar post qo'ysangiz ham borku, qaytganlar Instagramga juda qarshilik ko'p bo'ladi. Kerak emas bizga, o'zi o'rganib oladi deydi. O'zi o'rganib oladi, xato qilsa-chi? Xato qilish mumkin, albatta, xato qilib yotibdi ham. To'g'ri, lekin bu ikkinchi ma'noda bizda bir narsani tushunishmayapti. Faqatgina erkinlik deganda faqatgina birinchi galda siyosiy erkinlik tushuniladi. Men har doim aytaman-da, nega bizda muammo, nega qoniqishmaydi erkaklar ko'p, yoki qizlar ham qoniqishmayapti. Bir-biridan qoniqishmaydi. Aloqada. Tanishishdi, turmush orqali turmush qurishdi, to'y bo'ldi, keyin ketdi hammasi. Nimaga qoniqishmayapti? Sababi xuddi shu siyosiy tizim aybdor ekan. Eng qizig'i. Siyosat. Siyosiy tizim. Siyosat emas, siyosiy tizim. Qanaqa
bularga chunki o'rgatish siyosiy tizim deganda nima tushuniladi? Ko'ryapsizmi, u o'zi rohat olanish uchun rohat to'g'risiga ketyapmiz, to'g'rimi? Agar orgazm rohat olmasa, agar rohat olib tursa ajrashmaydi. Rahmatasi ko'pincha biz aytamizki, rohatlanmagani uchun ajrashyapti deymiz. lazzat Lekin rohat, lazzatni eng katta sababi manbai bu siyosiy tizim ekan. Odam borku darrov, chunki eng katta seksda birinchi galda preludiya deydi-ku ruschada. Ya'ni ungacha bo'lgan jarayon. Erkalash jarayoni. Erkalash jarayoni, unga bo'lgan jarayon. Shungacha charchab qoladi hamma. Mana ziyolilar nega charchab qolishadi deb o'ylaysiz? Preludiyaga. Stresslar, ishlar. Yo, stress nimaga stress doimo? Chunki ichidan tug'yonda chiqarib ola olmaydi. O'zini namoyon qila olmaydi erkak. Uyalib qolaman deb o'ylaydi. Yo. Umuman hayotda o'zi ichidan erkinligini his qilmayotgani uchun o'sha rohatlanishga ochila olmaydi oxirgacha psixologik. Bitta ziyoli, ayniqsa ziyolilar. Bunga sabab bilim yetishmasligi? Qarang, bilim aksincha bilim ko'pligi bo'ladi. To'lib ketgan, ko'p shuning uchun. Juda ko'p emas, o'rtacha bilimli bo'lsa ham tushunib turadiki, realizatsiya yo'q. Ko'ryapsizmi? Mana erkak kishida bitta narsa bor. U to'shakda ham realizatsiya bo'lish uchun, rohatlanish uchun oddiy hayotda ham rohatlanish kerak. Chunki oddiy hayotda uni ish yurishmayotgan bo'lsa, to'shakda ham realizatsiya bo'lmaydi. Buni tushunish kerak, bog'lanish bor. Bo'ladi, bog'lanish. Jamiyatdagi roli uni eshitishyaptimi yo'qmi, statusi, uni realizatsiyasi. Bizda erkak kishilarni juda ko'p ezilib qolgan-ku psixologik. Moliyaviy. Bu hammasi siyosiy tizimga bog'liq va siyosiy erkinliklar kamligiga bog'liq. Masalan, oddiy so'z fikr fikr erkinligi yoki so'z erkinligi. Xohlagan narsasini gapira olmaydi-ku. Xohlagan narsasini gapira olmagandan keyin bu to'shakda ham namoyon bo'ladi. Xohlagan ishini qila olmaydi yoki mana shu bog'liqlik tushuniladi-da. Ya'ni erkalanish o'sha etapida, ya'ni preludiyada yoki keyingisida namoyon bo'la olmaydi, nima o'zini kuchini ko'rsatgisi keladi. Va u yerda ko'proq deviant ana o'sha yerda ketishi mumkin. Bekorga emas, bilmadim naqada to'g'ri yo'qmi bu statistika. O'zbekiston Pornhub ko'rsatganda statistikada eng yomon deviantning biza ko'rayotgan Yaqin Sharq bilan Markaziy Osiyo yomon porno ko'rishar ekan. Pornhub statistik, jostki seks, BDSM, jostki seks zo'rlagan, urgan. Zo'rlagan uni. Chunki nimaga? Bu ko'proq seksual deviantlikni o'sha siyosiy tizimga bog'langanligi. Yana bitta narsa isbotlangan jahon anaqasi sotsiologiyasida. Qancha patriarxal oilada o'sgan bo'lsa, shuncha gomoseksualizm rivojlanar ekan. Ya'ni ko'proq diniy otasiga qarang. Otasi juda kuchli bosim qilgan bo'lsa, u ko'proq qo'rqib, unda gomoseksual rivojlanar ekan, chunki o'zida iroda qolmaydi. Ya'ni erkaklik iroda qolmagan sari namoyon bo'lmaydi, ko'proq gomoseksuallikka moyil bo'lib qolar ekan. Ya'ni siyosiy tizim, siyosiy o'sha avtoritar tizimni ta'siri demoqchiman seksual hayotga. Shuning uchun bizda ko'proq ta'limdagi muammolar emas deyman. Bizadagi erkaklardagi to'shakdagi muammo yoki ayollardagi muammo siyosiy tizimda va siyosiy erkinliklar yo'qligida. Chunki erkin gapira olsa, biriga ham hatto erkin gapira olmaydi. Muammo. Tushunyapsizmi? Er-xotin to'shakda ham bir-biriga erkin nima xohlayotganini gapira olmaydi, qo'rqadi, uyaladi. Necha yillik bo'lsa ham bo'lishi mumkin. Endi buning sababi kommunikatsiya deb o'ylayman. Kommunikatsiya, qarang, siz seksni ko'proq kommunikatsiyaga bog'layapsiz. Men har doimgina ham bir o'ylab qoldim-da, o'tgan kunlar mana qiziq narsa. Hali o'ylanmagan bo'ladi-da, tabiiy Marg'ilonda yurganda ota-onasidan so'ramasdan kumushga uylanadi, to'g'rimi? Uylanishdan oldin uni bir ko'radida sevib qoladi, to'g'rimi? Undan oldin kommunikatsiya yo'q edi. Keyinchalik ham bor, unchalik kommunikatsiya ko'rmaymiz-da tabiiyda. Va ikkinchisi Toshkentga qaytadida, unga keyin ikkinchi marta uylantirishadi Zaynabga. U yerda ham kommunikatsiya yo'q edi. Kommunikatsiya qachon boshlanadi? Kumush qaytib keladi, Toshkentga keladi, ikkita xotin orasida rashk bo'lib, anaqa boshlanadi. Konkurensiya boshlanadi. Talashish boshlanadi. Ana o'shanda kommunikatsiya boshlanadi. Shunda fikrni so'raydi. Nimaga? Bizda g'alati kommunikatsiya. Bizda bilasizmi, siyosiy tizim erkin bo'lmagani uchun, seks ham g'alati bo'lgani uchun. Bizda kommunikatsiya qachon boshlanadi? Rashk paytida kommunikatsiya boshlanishi mumkin. To'shakda emas. Yo'q. Yoki siyosiy maydonda ham emas. Yoki kimdir paydo bo'lsa, muammo paydo bo'lsa. Shuning uchun bizda rashk darajasi baland bo'lishi mumkin, yoki juda past bo'ladi, yoki juda baland bo'lishi mumkin.
Bizda hali hech kim o'lchamadi rashk bizda darajasi qanaqa. Lekin ko'pincha bizda hozir rashk baland. Nimagadir. Chunki mendan yaxshisini topa oladiki, mendan yaxshi gapiradigan topiladi. Chunki kommunikatsiya bo'lmaganligi ham shu yerda kelib ketyapti-da. Va kommunikatsiya qachon bo'ladi? Faqatgina yomon holatda kommunikatsiya bo'lishi mumkin. Chunki nimani gaplashishni bilishmaydi er-xotin. Faqat nimadirda podozrение borku, yomon negativ kommunikatsiya ko'proq. O'zbek oilalarida negativ kommunikatsiya yoki pulini ketayotgan bo'ladi, yoki boshqasiga o'ylanayotgan bo'ladi, yoki boshqasi bilan yursa kommunikatsiya uyg'onadi. Chunki adabiyotda boshqa misol ham berdi bizda. O'tgan kunlarda nima pozitiv kommunikatsiya ikkinchi yarmida-yu. Ko'pincha ko'mishga achinamiz, nega ko'mish bilan. Biz o'ylaymizki, Otabekni ko'mish bilan sifatli seks bo'lgan-ku Zaynab bilanmi? Hamma o'ylaydiki, Otabek bilan ko'mish o'rtasida. Qayerda isbot bor? Hech qayerda. Balki Zaynab bilan. Men ochib qaradim. Qayerda bu isboti bor? Hech qayerda ko'rsatmagan. Bir-birini sevgan deb sevgan, muhabbat bor, ehtiroslar bor. Bo'lganmi bilmaysiz-ku. G'alati, lekin boshidan asosiy sharti bizotda, ko'ryapsizmi? Siyosiy tizimi bizot. Ahamiyat bering. Qodiriyda yaxshi narsa-da shu yerda. Boshidan o'ylanayotganda hech kimdan so'ramagan Otabek. Hayron qolmaganmisiz shu o'qiganda? Men har doim o'qiganda hayron qolaman. So'rashmadi ham. O'ylanib qo'ydi. Keyin nimagadir olib kelmadi ham o'zi bilan. Ahamiyat bering Toshkentga. Darrov. Nega darrov olib kelmadi Toshkentga o'zi bilan? O'ylangan bo'lsa. Zaynab kutdi. O'zi bilan ko'tarib kelsa bo'lardi, lekin mana shu savollarga javob berilmaydi. Chunki boshidan bizgan talabni ota-onasidan so'rash kerak edi. Ko'rasizmi? Bizgani uchun sevyapti. Ya'ni har doim bir narsa qiziq bo'lishi uchun hayotda to'shak qiziq bo'lishi uchun, seks qiziq bo'lishi uchun qaysidir anaqani bizish kerak, qoidani. Chunki kommunikatsiya bo'lishi uchun, bir narsa gaplashish uchun qoida buziladi qaysidir. Siyosiy erkinlik bo'lmagan joyda faqat qoida buzilganda qiziq bo'ladi seks. Chunki o'ynash bilan qiziq bo'lishi mumkin xotinidan ko'ra. Ayniqsa an'anaviy jamiyatlarda. Shuning uchun va psixologiyada shunaqa narsa bor. Запретный плод сладкий deydi-yu. Buzilgan bo'lgan. Taqiqlangan narsa shirin. Shuning uchun bizda har doim bir narsa buzilsagina qoida, hamma qabul qilgan qoida buzilsa, o'shanda ikkalasi orasida seks chiroyli bo'ladi. Buzilish kerak-da, har doim qoidani buzish kerak ikkala tomon ham. Tarixda mana 3 ta xotinli, 4 ta xotinli degan narsa ko'p bo'lgan. Bu o'sha vaqtda erkaklar hech qanaqa muammosiz boshqargan-ku. Hozirgi erkaklar Har doim nega muammo har doim bo'lgan. Bo'lganmi? Har doim bo'lgan. Statistika bo'yicha juda ko'p bo'lmagan. 20-asr boshida statistikasi bor. Har 500-odamda 2 ta xotin, 3 ta xotin bor deydi. Endi u vaqtda asosiy ahvolida ko'p xotin bo'lmagan. Oilada status uchun. Mana bunaqa narsa ham bo'lgan-ku. Akasi o'lsa, liberat deydi, sarorat deydi. Sarorat degani singlisiga o'ylanish kerak, o'sha anaqasi sarorat deydi-ku, liberat deydi. Akasi o'lsa, akasini xotiniga, uni birinchi o'g'liga uni nomini avlodi qolish uchun. Sarorat yoki singlisi. Liberat sarorat deydi, u ichki boylikni saqlab qolish uchun chiqib ketmaslik uchun ko'pincha. Yoki bevaga o'ylanishgan, bevaga yoki shu holatda avlod saqlab qolish uchun va qaysidir boylikni saqlab qolish uchun, avlod davom ettirish uchun. Ko'pincha shu holatda ham qilingan. Bu narsa hozir yo'q, saqlanib qolmagan hozir. Balki qaysidir joylarda bordir. O'zbekistonni yaxshilab agar yursa chiqib qoladi. Hozirgi ziyolilar ko'proq o'sha aysh ishratda lazzat olish uchun. Ziyolilar to'g'risida gapiramiz, oddiy xalq to'g'risida gapiramiz. Ziyolilar to'g'risida gapiramiz. Ziyolilar. Imini hozir trendda bo'lgan-ku, hozir ikkinchi, uchinchi ayolni olish. Ziyolilar o'ylanish olmayapti. Hozir unga puli yo'q ziyolilarni. Ko'p ziyolilarni. Bunga sabab nima deb o'ylaysiz? Uylanishiga sabab. Muammo uylanishiga ham o'ylana olmasligigami? Ziyolilar. Qarang, ziyolilar deganda bizda bitta narsa bor-da. Sovet davrini olsak, ziyolilarda bitta narsa g'alati qilib qo'ydi-da. Mana Xollilar davrida ziyolilar, shoirlar, umuman ziyolilar xonga xizmat qilardi, saroyga xizmat qilishardi. Sovet davrida partiyaga va davlatga xizmat qilishni boshlashdi-da. Mustaqillikdan keyin xuddi shu sistemasi qoldi. Ziyolilar kimga xizmat qilishyapti hozir? Hukumatga, siyosatga va xalqqa. Ya'ni ko'ryapsizmi, juda katta yuk o'rnatilganda, lekin shunga yarasha ularga pul berilayotgani yo'q. Haq to'lanayotgani yo'q. Shuning uchun 99% ziyoli ikkinchi xotinga o'ylanayotgani yo'q. Biznesmenlar o'ylanayotgan bo'lishi mumkin. Bor. Diniy ulamolar o'ylanishayotgan bo'lishi mumkin, lekin ziyolilar kam. To'g'ri, professorlar qaysidir juda ko'p iltifotga o'ylanmasa, u kamdan kam.
Lekin ziyolilarda juda katta yuk hali ham. Xalqqa xizmat qilish kerak, siyosiy tizimga xizmat qilish kerak. Ya'ni o'zi uchun vaqt qolmagan. Bitta vaqt ham qolmagan, erkinligi ham yo'q. Juda cheklangan. Bekorga emas, sifatli seks kerak, sifatli seks ham yo'q deyapman. Chunki bo'lolmaydi ham. Erkinligi yo'q. Anglangan erkinligi yo'q o'zbek ziyolisida. Chunki o'zbek ziyolisi har doim boshqaga javobgarlik hissi bor. O'ylaydi, doimo va xizmat qilish kerak siyosiy tizimga. Bir vaqt o'zida siyosiy tizimga xizmat qilyapti, bir vaqt o'zida xalqqa ravnaqini o'ylash kerak. O'zini shaxsiy hayotiga vaqti yo'q. Energiya ham yo'q. Shuning uchun ham juda xafa. Erkaklar. Ziyoli, ayol ziyolilar ham xafa. Erkaklar ham, ayollar ham, ayol ziyolilar ham xafa. Seks faqat galchka uchun bo'ladi. Bo'lmayapti ham odatda ham bo'ladi. Bitta ikkita bola bo'ldi, charchab qolishgan. Chunki doimo unutishga harakat qilishyapti o'zini hayotini. Alkogol yoki boshqa narsa. Yoki bir-biri bilan gaplashib, urushib, gohida gaplashib. Lekin asosiy boshqa payt ular boshqa narsa bilan mashg'ul. Uning uchun sharoit kerak, bilasiz, sifatli seks uchun u tayyorgarlik kerak, uni preludiyasi kerak. Ko'ngil, ana Navoiy aytgandek, ko'ngilga yoqadigan odam topish kerak. Hamsuhbat kerak. Uning uchun bilasizmi, ziyoli o'sha unaqasi bor, erkalash o'sha preludiyasi, o'sha etapi juda ko'p-da. Bitta tashqi ko'rinish ham emas, ko'ngliga ham yoqish kerak. Men ko'p qaytaraman. U juda ham sevib qala olmaydi-da, darrov. Просто механический стукование bo'lishi kerak. Да, u oddiy odam emas, возбуждение o'zidan o'zi bo'ladi. Ayol kishi тем более 10-15 minut. Da, unda aql, ratsional aqli ko'p bo'lgani uchun va shuncha bosim bo'lgandan keyin uni tanlashi ham qiyin kimdir. Va tanlagandan keyin ungacha preludiya, keyin unga istagan payt aniq bo'lib qolishi mumkin. Nimadir, ko'ngliga yoqmay qolsa bo'ldi, ketib qoladi unda возбуждениесі. Juda ham psixologik og'ir odamda, tushunyapsizmi? O'zi ko'pincha Lenin bekorga anaqa demagan, intelligensiyada говно degan, bilasizmi u vaqtlarda. Bekor shu gap aytmagan. Chunki intelligensiyada talab katta, o'ziga ham talab katta va boshqaga ham, o'zini partneriga ham talab katta. Talab katta bo'lgan sari juda ham sifatli seksga faqat yetib kelguncha juda ko'p omillar kerak bo'lgani uchun psixologik charchab qoladi va partnerga juda ko'p narsa bog'liq. Shuning uchun masalan ko'p men yaqinda anaqani o'qib qoldim-da, Usmon Azim me'morlari. Taniymiz, mashhur shoirimiz Usmon Azim. Menga olib kelib berishdi-da, men o'qishni boshladim. Juda ko'p Sovet davrida ham 80-90-yil shoirlari alohida Dormonda oiladan chiqib ketib yashashardi o'zi deydi. Yukurov Parfa o'ylanardi, ajrashardi deydi. Uy olardi deydi, xotiniga tashlab ketaverardi deydi. Rauf Parfa mashhur shoir. Rauf Parfa juda mashhur shoirimiz, yaqinda unga orden ham berishdi, посмертный. Har doim ko'chada ichib o'tirardilar deydi. Bemalol Perashkada Navoiy o'ttiz oldida Perashka har kuni bir butilka aro. Kimga o'ylansalar ham uylariga tashlab ketardi. 10 martalab o'ylanib tashlab ketgan. Ya'ni juda ko'p Shukur Xolmirzayev to'g'risida yozadi, alohida yashardi deydi Dormonda. Dormonda yozuvchilarning anaqasi bor, bilasizmi? Alohida o'zini dachasi bor-ku, yozuvchilarning dachasi Dormonda. Ya'ni ko'p uyda yashamasdi, oilasi bilan yashamasdi, yaxshi anaqa emasdi deydi. Endi yarmisini yozganlar ochiq narsalarni. Maslahat beraman, o'qishga ko'proq o'zbek intelligensiyasi bor, ziyolisini 80-90-yillarda qanaqa his qilishgan o'zligini. Ko'pincha juda yolg'izlik. Chunki bir vaqt o'zida tizim bor, Moskva Sovet tizimini bosim. Keyin mustaqillikdan keyin tizim anaqa bosim kamaymadi deydi, pul kamayib ketdi, ishsizlik. Keyin yana qanaqadir muammolar, oiladagi muammolar. Ko'pincha deydi ijodga deydi, yana o'zi ham yozadi Usmon Azim, kunduz kuni ishlardi, she'riyatni kechasi deydi, uxlamasdan yozardi deydi. Vaqt o'ylang, kechasi xat yozish, she'r yozish majburiy. Kunduz kuni ishlashadi. Har xil redaksiyalarda, gazetalarda, radiolarda, televideniyada muharrir bo'lib, yoki teatrda, masalan, Usmon Azim shu Milliy teatrda muharrir bo'lgan. Ya'ni kunduz kuni tirikchilik qilish kerak. Kechasi deydi, ijod qilishimiz kerak, qachondir ijod qilish kerak-ku deydi. Kechqurun anaqada ijod qilamiz deydi. Kechasi o'tirib, uyda deydi, xonamda o'tirib, ertalabgacha she'r yozib chiqamiz deydi. Qanaqa sifatli seks to'g'risiga ketadi. Men harakat qildim, kimdir sevib qoluvdim, bitta gap chiqmadi, bilasizmi? Butun me'morda kimdir sevib qoluvdim degan gap yo'q. Men bir ko'rish so'ramoqchiman, o'zi ko'pincha aytaman, xotiningizdan tashqari kimdir sevganmisiz? Endi familiyalarini aytolmayman ko'plarni. Da sevganman, yetishmagan bo'lamiz yoki xotinini yaxshi ko'rishmaydi juda ko'plari.
juda fojiaviy. Bu 80-90-yillar yoki hozir trilarni ham gapiryapman. Yoki ko'pini hayotdan ko'rsangiz ko'p alkogolika, ziyoli, o'zbek ziyolilar. Yoki juda ko'pini qarasak ajrashgan yoki xotin bilan turmaydi, ya rasmiy prosta. Lekin hech qachon ko'pincha yolg'iz odamlar. Ayniqsa 90-yillarda ko'pincha chet elga ketardi bola chaqasi, Amerikaga ko'chib ketishdi, bitta o'zi qolib ketgan, Sibirda ko'p bunaqalar. Ya'ni bularni men ko'rib, juda ko'p narsani ko'rib, shuni tushundimki, ziyolilar juda ham ko'ngli nozida qalban. Shuning uchun ularga sifatli seks yetishmaydi, chunki o'sha bori Navoiy aytganda, o'sha ularni ko'ngliga yoqadigan odam topguncha, ular bir narsa bo'lguncha juda qiyin. Baxtiyor aka qarang. Ijodda topishyapti bechoralar hamma. Baxtiyor aka shunga mos qilib hozir bitta narsani o'ylab qoldim. Ziyoli deyapmiz, ziyoli. Mana hozir ziyoli deganda siz erkaklarni ko'proq ziyoli deb o'ylaysizmi, ayollarnimi? Chunki mana agar kuzatayotgan bo'lsangiz internetda, ayollar orasida mana marafonlar, kurslar va bunaqalar bo'lyapti. Erkaklar hech qaysisi bormaydi. Faqat ayollar boradi. Qaysi biri ziyoli deb o'ylaysizlar? Yo'q, ziyoli deganda men jins ajratmayman. Erkak ham ayol ham. Statistika bo'yicha nima deb o'ylaysiz? Qarang, g'alati, statistikada g'alati narsa bor-da. Masalan, oliy ta'lim olsak, professura, dotsent professurani olsak, ya'ni professor o'qituvchini olsak, oliy ta'lim 80% ayol kishi, bilasizmi shuni? 80%. Agar meditsina maktab borib, maktab o'qituvchini olsak, ularni ham bir 80-90 ayol kishi. Bundan qarasak, o'zi O'zbekistonda ziyoli qatlam degan ayollar ko'proq tushunilyapti. Erkaklar faqatgina bu ijodkorlar, bu yirik shoir, tarixchi, yirik sotsiolog, faylasufa, ular qo'l bilan sanali. Butun O'zbekistonga 40 ta yig'iladi, topiladimi, yo'qmi? Ya'ni buyuk ijodkorlar bor, ham siyosiy maydonda ham o'zini ko'rsatishyapti va endi dunyoga ham tanilishgan, O'zbekistonda hamma taniydigan 40 taga ham bormaydi. Lekin umumiy massani olsak bor, ziyolilarni dars berayotgan vrachlar, bizani tuzatayotgan hamma ziyolilarni hisoblash ayollar asosiy qismi. Eng katta muammo ayollarda ham, ayol ziyolilarda ham juda ko'p muammo ko'p. Ularda ham juda ko'p gaplashganman, ko'p suhbatlarda bo'lganman, ko'p ayol ziyoli qizlar bilan, ayollar bilan. Ularda ham juda ichki tug'yon katta. Ichki muammo ko'p. Ularda ham ko'proq oilasidan ko'ra ijodiga ko'proq, ishiga so'ngib ketgan. Ko'ryapsizmi? Har doim zamina bor-da, substitut deydi, har doim Freud aytgandek bor. Har doim seks o'rniga odam bir o'zini o'rnini bosuvchi boshqa narsa. O'zini o'rnini bosuvchi boshqa narsa topadi. Bizani o'zbek ayollari ziyoli, o'zbek ziyolilari asosan karyeraga, ishiga so'ngib borishgan. Pul topishyapti. Pul topish, pul topgandan keyin kechqurun restoranda yurish mumkin, lekin baribir ahamiyat beraman, restoranlardagi klublarda ko'rib qolaman ko'p ziyoli ayollarni. Hech xursand emas. To'g'ri, ko'rinish yaxshi, kiyim, ko'rinish. Lekin yonida o'zi xohlaydigan erkak ko'rmayapman. Jinsiy kompaniyalar ko'p. Ayollar bilan yurishibdi, jinsiy kompaniyalar ko'p. Lekin uni gaplashib o'tirsangiz, agar bir chetga olib yoki bir gaplashib o'tirsangiz, o'zi yaxshi ko'rgan yigit, erkak kishi yonida tobib turgan yoki tengma-teng gaplashadigan. Yo'q. Ya'ni ikkinchi masala ko'tarilyapti. Erkinlikni gapirdim boshida. Endi tenglik. Ya'ni sifatli seks bo'lish uchun teng odamlar bo'lsa, ikkita teng odam orasida sifatli seks bo'lishi mumkin. Noteng odamlar orasida sifatli seks bo'lmaydi. Ikkita ziyoli uchrashgan bo'lsa, agar tili bilan aylansa, tengi darajasi, siyosiy, falsafiy, ilmiy darajasi teng bo'lganda qanaqadir simpatiya uyg'onadi, to'g'rimi? Qanaqadir keyin qanaqadir harakat qilishi bo'ladi. Ularda o'sha boshqa darajaga ko'tariladi, darajatlari bor-da o'zini. Afsuski biz ham psixologlar, sotsiologlar bu darajatdan o'rganishmayapti bizda. Xalqda yaxshi o'rganishadi, hatto Rossiyada ham yaxshi o'rganishadi. Ana o'sha narsa yetishmayapti. Bu degani chunki ziyoli erkaklar soni ham kam. Bizda karyera qilgan va yaxshi pul topadigan ziyoli ayollar soni ham ko'p-da. Tushunyapsizmi? Disproporsiya. Va ichidagi ularga har bittasiga tenglik ham, ularning vaqti ham yo'q. Shu narsaga ko'rasiz, vaqti ham, charchab qolish ham bor. Mana o'sha tenglikni biz paritetni o'rnata olmayapmiz. Bizda anaqa deydi, disproporsiya juda katta. O'sha ayollarda ham baribir o'zini rasmiy oilasi bor, bolalari bor, boqishyapti, o'zigini qanaqadir o'chishyapti doimo. Marafonlarda yugurishyaptimi, yoga bilan shug'ullanishyaptgandir, hamma narsa bilan. O'zi bitta anekdot bor, har doim aytadi, nima, agar sen
vatanni yoki ilmni ko'proq yaxshi ko'rayotgan bo'lsang, senga yaxshi sifatli seks yetishmayapti. Ya'ni seks yetishmasa, yaxshi sifatli seks. Men vatanni, ilmni yaxshi ko'rishni boshlayman. Ko'proq o'zim vaqtimni ketkazish. Ya'ni qanaqadir sublimatsiya bo'ladi, o'sha yerga o'zini energiyasini yo'naltiradi. Shuning uchun ham bizda ayol ziyolilar asosan karyera bilan pulga o'zini urishyapti. Men juda ko'p kuzataman. Ayniqsa meditsina sohasida ham juda ko'p kuzatyapman. O'ziga pul topishga, ko'rinishga. Balki keyinchalik aytishyaptiki, balki chet elda keyin uy olib yoki Turkiyada yoki Yevropada uy olib, balki o'sha yerda keyin yaxshiroq yigit topolmaydiganlar ham bor. 50-60 ga Bu endi pul siz orzular paydo bo'ldi. Men qiz va orzularni ham eshityapman hozir. 50-60 ga hozir pul olib, keyin chet eldan uy olib, keyin o'sha yerda yoki Turkiya yoki boshqasiga keshatdan bitar, yoshroqga olib ketarman deydi. bu ersiz ayollarda fikr. Erli ham, ersiz ham farqi. Men aytolmayman. Ularda o'sha boshqa darajada to'g'rimi? Pul ko'paygandan keyin ma'naviy bor standartlar o'zgaradi. Shundan nazar hozir endi chopish ham mumkin. Albatta, chunki sifr ko'pi. Ma'naviy standartlar o'zgaradi har doim, shuni tushuninglar. Oilada dominantligi bor emasmi? Dominant bo'lganchalik-da, chunki unga nima, juda ko'p puli uy bo'lgandan keyin unga o'zi bilan tengini xohlaydi-da har doim. Ko'ryapsizmi? O'zi ziyoli bo'lganingizdan keyin, pulingiz ko'paygandan keyin o'zingiz bilan teng, yosh va ko'nglingizga yoqadigan odamni qidirasiz. O'zi hozirgi partneringiz albatta agar u partner sizga mos kelmayotgan bo'lsa yoki sizni qoniqtirmayotgan bo'lsa, bu albatta juda nimadirda prinsipsizlik albatta. Lekin pul ko'payganda anasi ayol kishilarda va erkaklarda ham xuddi shu. Ikkinchisiga o'ylanishadi yosh. Ikkinchisiga. Anaga ayollarga haqqi yo'qmi buni qilishga. Bu aytganingizdek, ya'ni ma'naviy standartlar o'zgaradi deyman yoki boshqa standartlar ham o'zgaradi. Bu bir aytganingizdek gender tengligi degan narsani ko'rib chiqish. Yo'q, bu gender tengligi aloqasi yo'q. Aloqasi yo'q. Umuman aloqasi yo'q. Erkaklar xiyonat qilsa, ayol tomonidan kechirilishi kerak. Ayollar xiyonat qilsa, bu hammasi qanaqadir qabul eskargan o'sha prinsip. Aholi o'rtasida qabul qilingan. Bu aholi, lekin ziyolilar ichida emasda. Biz hozir ziyoli o'zingiz ziyolilarni gapiryapmiz. Oddiy aholida qanaqadir prinsiplar bordir ularda. Lekin ziyolilarning ichida prinsip kamda. Chunki ular juda ko'p mehnat qilishganda yoshlikda. 20 yillab energiya ketib biznesini yurg'izishgan. 10 yil o'qiganman meditsina, kamda 10 yil o'qiydi. Keyin biznesini rivojlantirish yana 10 yil ketadi. 20 yil rohatdan, sifatli seksdan voz kechgandan keyin, endi pul tushgandan keyin nima qiladi? Albatta standartni ko'taradi. Va ko'proq yoshroq, o'ziga tengroq va chiroyliroq va o'ziga dunyo qarashiga va ko'ngliga yoqadigan odam qidiradi. Erkak bo'lsin, ayol bo'lsin. Baxtiyor aka, ajrashish haqida gapiryapmiz. Bu biz ziyolilarning ichida gapiryapmiz. Siz umumiy gapiryapsiz. Men hozir faqat ziyolilarni gapiryapman. Tushundim buni. Ziyolilarning ichida ham hozir ajrashish ko'p. Ajrashish ko'p. Chunki nimaga? Chunki xuddi shu disproporsiya bo'lyapti-da. Yo'q, birinchi galda 20 yoshda, 25 yoshda o'ylangan bo'lsa, 25 yoshgacha. 40-45 da rosa pul topishyapti hozir ziyolilar, to'g'rimi? 35 dan 50 gacha zo'r pul topishyapti, karyera qilib. O'sha 20 yillik xotin yoki eridan zerikib ketishgan, charchab ketishgan. Sifatli seks. Bog'lab turadigan seks yo'q. So'rasangiz, o'zingiz oпрос o'tkazib ko'rishga necha oyda bo'lgan. Biz prikol qilaman, sanda bir xillarni ko'rib qolaman. San oxirgi marta qachon seks bo'ldi, prikol qilaman. Bir nechta ancha bo'ldi. Yo'q, eslab olmaydi juda ko'p. Erli anaqa erli yoki xotinliklar bo'lishi mumkin ular. Gap nimada? Chunki karyera qilganda 20 yil o'zini, vaqtini, kuchini, energiyasini sarflagan bu. Endi yashashim kerak deydi. O'zi uchun. Mana shu gap foyda. Men aytaman, mana shu gap o'zing uchun degani uchun sifatli seks yana bo'lmaydi unda. Ko'plarni qilyapti-ku, o'ylayapti, erga tegyapti. Sifatli seks bo'lmayapti yana. Chunki nega dominant bo'lib qolyapti qanaqadir, ya'ni men aytaman, birinchi galda shuning uchun yaxshi sifatli kitob o'qish kerak edi dedim. Va sifatli birga rivojlanish kerak. Chunki bir xil mafkuradagi va bir xil erkinlikni tushunadigan odamning ichida faqatgina sifatli seks bo'ladi deyman. Faqatgina masalan ayol ko'p pul topdi yoki erkak pul topdi yoki Alfons topib oldi, erkakni topib oldi yoki mana bu Alfons yigit topib olsa baxtli bo'ladi degani emas, yoki sifatli seks bo'ladi degani emas. Keyin ular xafa bo'lishyapti, nega bizdan meni yaxshi ko'rmaydi. Tez ko'ngli sovuyyapti, lekin bilib turibdiki pul uchun yuribdi. Puling kerak. Men bitta voqea bor, mashhur. Men har doim hayron qolaman, yoshlikda o'qiganimda. Eski ahd kitobi bor. Bilasiz, Sulaymon payg'ambar podshoh bo'lgan Yahudiyada, Sulaymonda 1000 ta xotini bo'lgan. Lekin qo'shiqlar qo'shiq kitobini ochsangiz, g'alati narsa bor-da. Bir kun charchab ketadi 1000 ta xotinidan. 1000 ta xotini bo'lsa ham.
chiqadida bitta cho'pon qizni yaxshi ko'rib qoladi. Cho'pon qiz qizini ham yaxshi ko'rib qoladi. Chunki bu podshohligini kim deganini bilmaydi-da. Pul uchunmas, amal uchunmas. Hozir bir narsa tushunishmayapti-da. Bizani ziyolilar bor, boyib ketayotgan ziyolilar, karyera qilayotgan ziyolilar tushunishmayapti bitta narsani. Menda pul bo'lsa, amal bo'lsa, meni avtomatik hamma yaxshi ko'radi deb o'ylashyapti. Va avtomatik ravishda to'shakda ham seks ham sifatli bo'ladi deb o'ylashyapti. Unaqa bo'lmaydi. Unaqa bo'lmaydi. U ko'ngil unaqa yaqin bo'lishi uchun ikkita uchta narsa mos tushishi kerak. Erkinlik masalasi, ilmga bo'lgan munosabati, pulga munosabati bo'lgan munosabati. U qaysidir anaqa deydi-yu, ximiya bo'lishi kerak deydi-yu, uning orasida. Bizda na sifatli film ko'rishyapti yoki sifatli kitob o'qishyapti yoki sifatli narsa to'g'risida debat ham diskussiya yo'q. Faqat Turkiyaga yoki Italiyaga yoki Maldivga borib dam olish bor-ku, shu orqali muhabbat uyg'onib qolmaydi va sifatli seks o'zidan o'zi ketib qolmaydi. Chunki ziyolilarda 40 dan keyin sifatli seks bo'lish uchun tinmay kitob o'qish kerak, tinmay ijod qilish kerak. Chunki o'zida ichidagi narsa bor-ku, xafagarchiliklar. Shuncha 20 yil mehnat qilgan, hammasi chiqib ketish kerak. Chunki ikkinchi tomon chidolmaydi bu narsasini. Buni chiqqan energiyasiga, bundan chiqqan g'oyalarni ko'tara olish kerak ikkinchi tomon ham. Ikkinchi tomon o'sha partnyor bor, seksual partnyorni ko'tarish uchun u ham xuddi shu narsada bo'lishi kerak. Masalan, bir xillar bilan tanishaman, gaplashaman. Mani 15 minutdan keyin boshqa olib qoladi. Boshim olib qoldim. Baxtiyor siz bilan gaplashib deyishadi. Chunki men o'qiyotgan kitobni, o'sha falsafani yoki men o'qiyotgan, yozayotgan ijodni yoki men ko'rayotgan kinoni ko'rmayotgan bo'ladi. Yoki men aytaman, chunki sifatli seks bo'lish uchun deyman, birga ko'ringlar o'sha kitobni, yoki birga kitob o'qinglar, birga kino ko'ringlar deyman. Yoki bir chiqinglar, anglash kerak, ichki tug'yon, ichki xafagarchilik. Chunki o'zbek ziyolisida ichida jamlangan, yig'ilib qolingan xafagarchilik ko'pda doimo. O'ylang 20 yillab harakat qilgan bir narsaga erishishga. Travma ko'pda. O'sha travma, chunki o'zbek ziyolisi eng travmiranniy odam. O'sha travmalar hammasi chiqib ketish kerak-da. Bular hammasini seksda chiqarib yuborishmoqchi, o'ylang. Birinchi alkogolda chiqarishmoqchi. Alkogoldan charchashyapti, chunki xafa. Narkotikdan ham bo'lmayapti. Keyin aytyapti, siyosiy anaqa seksga ikkinchi chidolmaydi. Ikkinchi tomon ham shunga tayyor bo'lish kerak. Bekorga emas, bechora Picasso necha martalab o'zini faqatgina nimadirda qizdan almashtiravergan, bilasizmi, har ikki yilda Picasso ham. Idealni qidirganda. Idealni ham qidirgan, hamma ham ko'tara olmaydi. Chunki buni ijodini bor, undan chiqayotgan energetika, undan chiqayotgan g'oyalarni doimo eshitish, chachab qoladi. Shuning uchun ham aytaman, ikkinchi tomonda men ko'pincha bor bitta qiz bilan uchrasam, ikkinchi marta uchrashmayman men. Chunki chachab qoladi bir soatda yoki tushunmay qoladi, o'zi nima tarafga ketadi ikkinchi soatda. Masalan, men bitta o'tirganda 5-6 soat ham gapirishim mumkin-da. Tushunasizmi? O'sha energetikani, o'sha g'oyalar bilan bir xil tushunish kerak. Ko'zida ham o'zingizdagi qiz bo'lish kerak demoqchisiz, tushundim. Sifatli bo'lish uchun-da. U ham rohatlanish kerak o'sha jarayondan, tushunasizmi? Siz bosib o'tgan qadamni bosib o'tgan, siz o'sha ichki xafagarchiliklarni anglash. Misol uchun siz hozir zumrlar bilan gaplashsangiz zerikasiz. Yo'q, ko'pincha zumrlar bilan zerikmayman. Zerikmaysiz. Eng qizig'i. Chunki zumrlar uchun hamma narsa yengillaydi. Zerikmaysiz boshida, 1-2 soatga, 3-soat keyin zerikishni boshlaysiz. Vaji to'paygan deysiz-da. Siz bilgan narsani bilmay qoladi. Da, lekin bizda yana g'alati bo'lyapti. 40 dan 35 dan keyingi bor ziyolilarda. Gapirsangiz bor-ku, o'zi ichgani qiladi. Nimani isbotlamoqchi bo'lishadi, bilasizmi? Men ham sendan qolib ketmayapman, menda ham xuddi shu yo'ldan bosib o'tganman deb isbotlamoqchi bo'ladi bir narsani menga. Men aytaman, isbotlama hech narsani. Mana bor, hozir bor, siyosatchilar ham bor, siyosatchi ziyolilar ham bor. Bir narsani isbotlashmoqchi bir-biriga. Hech qachon sifatli seks bo'lmaydi bunaqada. Dialog ham, o'sha sizlardagi kommunikatsiya ham bo'lmaydi. Nimaga bir-biriga hamma narsa isbotlamoqchi bo'ladi? Menga go'da zumrlar ham o'zini isbotlashmoqchi bo'ladi. 20 yoshli qiz menga bir narsani isbotlashmoqchi bo'ladi. Uning hayoti og'ir bo'lgan bo'lsa. Men aytaman, sen nima konslagerdan chiqdingmi, nemis deyman. Nemis konslageridan. Biz telefon qilib baxtlarga hayotim og'ir. Nima, sen nemis konslageridan 5 yil yotib chiqdingmi? Qamoqda yotib chiqdingmi? So'z fikrlar uchun seni nima, bosim bo'ldimi senga? Sam yo'q, men internet o'chib qoldi yoki bir narsa bo'ldi. Ko'ryapsizmi? Ularning ichki tug'yoni va o'sha energetika, o'sha g'oyalarni almashuvi bo'lishi kerak-da. Keyin seks bo'lishi mumkin o'shanda, sifatli seks. Birinchi galda g'oyaviy almashuv bo'ladi. Ya'ni g'oyaviy va adabiy o'shanda odam o'sha bor, birinchi g'oyaviy orgazm oladi-da, intelligent. Gaplashib va o'shanda tushunadi-da, ularda kesishadigan nuqtalar ko'pligi. Har g'oyalar. Feromonlar chiqa boshlaydi. Feromonlar chiqish boshlaydi, keyin o'sha seks postelni yaxshi bo'ladi.
Bizada nima deyish, bizada sotib olishmoqchi yoki tashqi Mashinasi, ko'rinish bilan, kiyimi. mashina bilan, kiyimi bilan yoki Statusi bilan. ertaga Maldivga Turkiyadan dam olganishi bilan. Menga telefon qilishadi ko'plab. Otarga ketdi, erta Turkiya borib kelaylik deyishadi. Keyin Men yo'q deyman. Men vaqtim yo'q deyman. Chunki nega Turkiyada menga oyim bor dedilar, keturmaysanmi? Men aytaman, "Ha, bu qiz bilan borib nima qilaman?" deyman. Gap sotasiz. Yo'q, nima qilaman bu anaqada deyman. O'zim ham boraveraman agar xohlasam. O'sha Luboy sanatoriysiga, Luboy otelga. Bu yerda nima qilaman u bilan? Boshqasi bilan boraman agar o'zim ko'nglimga yoqadigan. 8 kun chidolmayman deyman bu xillarni. Tushunasizmi? Chunki intelligent juda Navoiy to'g'risida ko'p yozishadi-yu, bilasizmi? Anaqa Makarimul axloqda ham, G'iyosiddin ko'plar ham yozishadi. Juda ko'ngillari nozik edi. Bizning o'zbek ziyolisi bor, oxirgi 600 yilda juda ham ko'ngli nozik bo'lib ketganda. Ular kimdir gapirsa, siyosiy tizim yoki siyosatchi gapirsa, chidab turishadi-da, ichiga yutadi. Va boshqa oyda chiqarishni boshlaydi zaharini. Kichkina guruhda. Kichkina guruhda, ustki guruhda uyda tushunmaydi ularni hech kim. Uyda ayol tushunmaydi. Uyda hech kim tushunmaydi. Shuning uchun ham juda ko'p ziyolilarni qarang, xonasida o'tirishibdi yoki ishxonasida o'tirishibdi, uyga borgisi kelmaydi. Yoki og'anasi bilan gaplashib o'tiribdi. Unga yoqadigan ayol yo'q yoki o'sha ayolga yoqadigan erkak yo'q. Bu muammoni yechib bo'ladimi? Aytaman, hali beri hech olmasa kerak, chunki siyosiy tuzum erkin bo'lmagani uchun qanaqa yechiladi? Baxtiyor aka, boya ideal deganingizga bitta narsa esimga kelib qoldi. Nima deb o'ylaysiz? Ideal oila deganda nimani tushunasiz? Qanday bo'lish kerak? Model bormi qandaydir mana shu ideal oila? Qarang, ideal oila to'g'risida amerikanskiy model bor. Qanday bo'lishi kerak? Qarang, amerikanskiy model bor-da. Bizga qo'llab bo'lmasa kerak uni. Yo'q, nega qo'llab bo'ladi? Bizda ham hozir reklama amerikanskiy model bo'yicha qilinmoqda. Masalan, Coca-Cola, Luboy reklama ochib qarasak, reklamachilar amerikanskiy Oilaga model. o'tirib yeyishmi? Kechqurun soat 6da, 7da er xotin, ikkita bolasi, uchta bolasi yoki qaynota-qaynona bitta joyda yig'ilib o'tirishibdi kechqurun. Bu amerikanskiy model deydi. Nuklear kichik oila. Xursand hammasi. Hammasi xursand. Endi o'yla, necha foiz o'zbeklar hozir kechqurun 6da, 7da birga yig'ilishyapti. Qishloqda bo'lishi mumkin ham. Qishloqda ham agar ularni otalari mehnat muhojiri bo'lmasa. Chetga ketmagan bo'lsa. Ona bola o'tiradi unda. Hop, ishdan keyin ular shunaqa tushunadi, ideal qanaqa tushunadi. Hamma ishdan keladi, o'qishdan keladi, amerikanskiy obraz, amerikanskiy. Hamma xursand o'tirishibdi, kechqurun ovqatlanishyapti. Mana bizda baxtli amerikanskiy model. Bu amerikanskiy model, Gollivud shunda o'tirdi. Hozir lekin oxirgi kunlarda Gollivud undan voz kechdi, ahamiyat bergan bo'lsangiz. 2090-yil, 2000-yil juda ko'p bo'ldi. Hozir u oxirgi 10 yilda yo'q. Kinolarda yo'q. Chunki nimaga? Chunki Amerika tushundiki, bu narsa qolmadi, как anana. Ya'ni ideal oila inqirozidaligini tushunishadi. Endi o'zbeklarni men kechqurun oyim ko'p serial ko'radilar, yo'q, oyog'im. Xuddi shu ko'rsatishyapti. Eri kech qoladi har doim. Kelin bilan qaynona bir-biri bilan jig'illashyapti. Eri 12da keladi. Choyxonadan keyin, restorandan keyin ichib keladi yoki kelmaydi yoki ertalabga yaqin keladi. Bo'ldi. Har doim erkak kishi ko'rinmaydi. Bola bo'lsa azob chekayotganini ko'radi. Bola yoki kechqurun balisiga borishadimi uchtaki yoki ertalab, ko'pincha ertalab ko'rishadi. Ertalab ham bitta choy ichayotgan bo'ladi, har doim metrga. Bularga normal ovqat ham qilishmaydi. Ertalab endi choy ichib ol. Choy bilan o'tirgan bo'ladi, duo qiling oyi deydi, chiqib ketadi, to'g'rimi? To'g'ri. Xuddi shunaqa. O'tda ham ikkalin g'alati. O'tda ham yig'ilish juda kam. Bor anaqalar. Qanaqadir negativ asosda yig'ilib turishlik. Da, bo'ldi. Ishga shoshilayotgan bo'ladi har doim. Ya'ni nima demoqchiman? Bizda ideal oila deganda xotini bor, bolasi bor, qaynota-qaynona bor. Hamma to'liq oila tushuniladi. Samim deylik, oddiy to'liq oila ideal oila deb tushuniladi. O'zi bu normal oila hisoblangan, hozir bu ideallikka ko'tarib oldi. Chunki juda ko'p oilalar hozir to'liq emas, afsus. To'liq emas. Endi o'ylang, televizor yoqolmadi, kechqurun ishdan kelyapman. Juda ko'p oilalar hali ko'p mehnat muhojiri to'liq emas. Bu narsa ko'rsatishyapti to'liq oilani. Va albatta bu psixologik repressiya hisoblanadi. Bosim. O'zini yomon his qilishga boshlaydi, xafagarchilik uyg'onadi, to'g'rimi odamda? Chunki uni xotini ishda bo'lsa, chet elda bo'lsa yoki o'g'li chet elda bo'lsa, to'liq emas-da. Bu har doim repressiya, men aytaman. Bu seriallarning hammasini zapret qilish kerak, chunki bu psixologik repressiya bo'lib keladi deyman. Yo'q, berman, kechqurun chiqaman, aylanishga. Ko'chada top bola turishadi, bilasizmi, mashina orasida, magazinlar orasida sigaret chekib, gaplashib. Top yozda ham bor, top yoki qishda ham bor, top yoki anaqa uchib yurishadi. Samokat uchib yurishibdi, elektr samokat uchib yurishibdi. Hamma top hamma o'zining kompaniyasi mashina yurib, men aytaman, krugi bilan. Kunduz kundan ko'ra kechqurun mashina ko'p 11gacha, bilasizmi, shaharda. Shunaqa.
Men hayron qolaman. Hamma ko'chadami deyman, hech kim uyda o'tirayotganiga. Bu degani bizda oilaning ichida hali kommunikatsiya yo'q, dialog yo'q. Bunaqadan keyin albatta hamma 11-12 dan keyin uyga kirsa, qanaqa sifatli seks bo'lishi mumkin? Ko'chada men oyim bilan go'da aylanib yursak, juda kam ko'raman paralarni, ya'ni er xotinlar yurishganini ko'chada. Kam. Juda kam. Ko'proq Agar foiz sifatida olsak, juda kam. O'zi yurishmagan почти. To'g'ri, oilani restoranga borayotgan bo'lishi mumkin, kechqurun kafelarga. Da, bor. Parkda ham borishyapti, da, bor. Bu narsa ko'ryapti. Lekin bu как oila sifatida yurishibdi bolalar bilan-da. Men aytaman, просто er xotin o'zi. Yo'q, unaqa kam, juda kam. O'zi qayergadir teatrga tushdimi, kinoga tushdimi, da? Teatrga tushsam, asosan qarilarni ko'raman men. Muqimiga bir Hamzaga tushgan bir ko'rasiz necha foiz er xotin tushmagan bo'ladi. Yo'q, er xotin. Asam ayollar tushgan bo'ladi, yosh kattalar tushgan. Yosh kattalar. Yoshlar unaqa yo'q. Unaqa yurishmaydi. Endi er xotin yurish uchun yo ularni bolasi bo'lmasa kerak deb. Yo'q, endi bolasi bu. Endi Amerikada har doim shu-yu, anaqaga, anaqaga tashlab ketishadi. Chunki Amerikada hech qachon restoranga kirgizishmaydi bolalarni. Tushunish kerak. Bizda kirgizaveradi. Bu yerda kirgizmaydi. Bu yerda shunaqa nimadirda an'ana bor. Ya'ni ideal oila degan narsadan qochish kerak deb o'ylayman. Ideal oila bo'lmagandan keyin normal oilaga ham erisholmayotgan bo'lsak ko'proq. Endi 100 yil oldin sal boshqacha oila deganda biz patriarxal oila tushunadigan. Oila mafkurasi bo'lmagan. Bunchalik katta. Chunki ichki hovli bo'lgan, ichki hovlida ayol yashagan, tashqi hovlida erkaklar yashagan. Hamma o'ziga ovqat qilgan, tashqi hovlida erkaklar o'ziga ovqat qilgan. Ovqating qani deb so'ramagan. Serialga qarab ketdi unaqasi. Da, tashqi hovlilarda erkaklar o'ziga o'zi ovqat qilgan, bilasizmi? O'zbekistonda. U xotinlarga qarab qolishmagan, ovqat qilganmi, yo'qmi deb. Hozir ham big'ila choyxonada o'zi ovqat qiladi-yu. O'sha yerdan eskani qilib qo'yib qo'ygan, ozgina an'analar qo'yib ketgan. Shuning uchun bizda unaqa oilani ideallashtirishmagan. U Sovet davrini mafkurasida ozgina, chunki Amerika bilan ozgina konkurensiya qilishgan. Qolib ketgan shu sovetskiy bor oilani tushunchalari. Psixologiyada, sotsiologiyada. Hozir umuman inqiroz bo'lyapti. U oilada hech kim gapirayotgani yo'q, sifatli seks. Men har doim qidiraman. Endi uni yotishadi, даже kiyinib yotishadi, bilasizmi? Serialda. Uyg'ongandan kiyinib. Даже quchoqlashishga ham qo'rqishadi yoki o'xshab. Umuman ko'rsatishmaydi, chunki bular как будто anaqa bo'lardi, gap bo'lardi. Sovetskiy Soyuzda anaqa anekdot bo'lardi. Spali в разные дети были deydi. Alohida aytishardi, lekin bola bo'ladi. Bizda ham xuddi shu mafkurada qolyapti. Hali ham sovetcha. Bu mentalitet, din. Yo'q, sovetskiy. Sovet. Bu siyosiy, dinda emas gap. Bu siyosiy talqini. Chunki har doim siyosat jamiyatni tartibga solish uchun ikkita narsani juda katta nazorat qilishadi. Bu seks va oilani. Oila qanday bo'lish kerakligi to'g'risida bekorga emas, oila instituti bor, bilasizmi bizda? Ilmiy ishlar qilyapti, tadqiqotlar, grantlar olyapti, bilasizmi? Fanlar akademiyasida bilan, hatto ilmiy oila qanaqa bo'lish kerak, bu oila nazorat qilinadi. Oiladagi munosabatlar nazorat qilinadi va seks ham juda katta nazoratda. Sovet ittifoqida seks juda katta nazoratda bo'lgan. Qaysi seks mumkin, tur mumkin, qaysi deviant hisoblanadi, bilasizmi? O'zim juda bizim ishlar bor-ku, seksual deviant hisoblanadi. Sovet bizda ham xuddi shu narsa qolib ketdi O'zbekistonda. Bizda seks hamma turi nazoratda va oila ham nazoratda. Shuning uchun ahvol shunaqa. Siyosiy tizim bilan siyosiy mafkuraga juda bog'liq. Oila instituti ham, oiladagi ichki munosabatlar ham. Faqatgina bizani o'zbeklar shuni tushunishmaydi. Ziyolilar tushunishibdi, men oddiy xalqqa aytaman. Oddiy xalq tushunishmaydi. Ziyolilar tushuntirishibdi, bu oila bu, kerakda, ana hujjat uchun bor, oilalik degan narsa uchun. Ana должностьga amalga o'tirish uchun oilalik. Yaxshi ani bor, семейный deb yozish uchun bor. O'zining shaxsiy varaqasiga yoziladiganda, to'ldirilganda, o'shanda shu narsa kerak ko'piga. Amalda o'tirganlar. Uylangan bolasi bor, семейный, ya'ni krepki deganda, chunki bu hali ham o'sha mafkura qolib ketgan. Davlatda amaldor bo'lsa, degan. Davlat amaldorga hammasida shaxsiy varaqasida shunaqa narsa. Va ziyolilar ham shunaqa, agar o'ylanmagan bo'lsa, o'ylansin deydi. Bolasi bo'lsa, chunki bu narsa o'shanda oilani ushattiradi. Bu sovetskiy KGBni sistemasi, sovetskiy bor, nomenklaturani bor, ushlash sistemasi shunaqa bo'lgan. Chunki oila bola chaqasi har doim как заложник bo'lganda.
Ketolmaydi, qochib ketolmaydi. Agar u bu narsa gapirsa bosim qilishadi oilasiga. Bolalarga. Bu sistema hozir ham qolgan. Lekin g'alatiki 91dan keyin oddiy aholiga ham qo'llanilyapti-da bu narsa. Aholiga ham o'rgatilyapti. Ularning ham kontrol bor. Oilasi qanaqa bo'lishi kerak, qanaqa udum bo'lishi kerak va normal ideal oila qanaqa bo'lishi kerak bu seriallarimizda har kuni ko'rsatiladi. Ichida qanaqa munosabatda bo'lishi kerak, kim o'tda asosiy rolni o'ynaydi. Kuyov nulligi ko'rsatiladi ko'pincha yoki kelin ham nulligi ko'rsatiladi. Bu hammasi siyosiy tizim va siyosiy iroda va siyosiy mafkuraning natijalari hammasi. Mana shuni to'g'rilamaguncha albatta hech narsa bo'lmaydi bizda. Men har doim aytaman, siyosiy nazoratda ancha keng tushunish kerak, oilani qo'yib yuborish kerak deyman nazoratda. Agar erkinlik bo'lmasa, erkinlik bo'lmaguncha hech narsa o'zgarmaydi va jamiyat rivojlanmaydi. Men maktabda bizni 40 soatlab, 100 soatlab dars o'tmaylik yana bor, jinsiy anaqa ma'rifatparvarlik, nima seksual hayot qanaqa bo'lishi kerak, men o'qitsa ham foydasi yo'q. Naglядный ko'rsatib bersa ham baribir foydasi yo'q. Ana ziyolilar sifatli seks bo'lmaydi deyapsiz-ku. Sifatli seks becharalar. Ularni bolalarda qanaqa o'zgarish bor? Bolalari ularga kim o'rgatadi? Bolalarda muammo. Bola kerak emas ularga ham shunaqa ovqat ko'ryapsizmi? Bolalarga o'rgatish kerak. To'g'ri, harakat qilishyapti bir narsalar o'rgatishga. Shuning uchun ko'p ziyolilarga rahmat bering, chet elga yuborishga harakat qilishyapti bolalarni. Asosan chet elga yuborishyapti. Rus maktabida o'qitishyapti yoki ingliz tili maktabida o'qitishyapti. Xususiy maktablar. Xususiy maktablar asosan chetga yuborishga harakat qilishyapti. Va ularga boshqacha tarbiya, boshqacha kitob o'qitirishga harakat qilishyapti. Puli bor ziyolilarning tomonidan. Chunki ular tushunib turishibdi, bu yerda ularning bolalariga, nevaralariga unchalik katta nimadirda imkoniyat kam va ularning psixologiyasi boshqa bo'ladi. O'zbek bo'lmasin-da, o'zbekcha psixologiya bo'lmasin. Men juda ko'plarni taniyman. O'zi o'zbekcha gapiradi yoki millatparvar bo'lishi mumkin-da, nevaralari yoki bolalar faqat ruscha gapirishyapti. Bolalar bilan ruscha gaplashyapti faqat. Yoki inglizcha gaplashadi, yoki ruscha gaplashadi. Va xohlashyaptiki, bar chet elda o'qisin, bitta emas deydi. Ya'ni ularda qanaqadir yangi qatlam shakllanyapti-da bizda. Kelajagini bitta ko'rolmayapti. Yo, kelajagini ko'ryapti. G'alati narsa bor. Borib o'qib kelsa ham baribir boshqacha bo'lsin, yevropalashgan bo'lsin deydi. O'zbekcha manaqa fikrlamasin deydi. Men o'tgan narsa bo'lmasin deydi. Men g'alatida bir o'tirimizda choyxonada o'g'illarimiz bilan juda islomiy bitta bola bor. Gapiryapti, g'arb yomonlayapti, jam eshitib o'tiraman. Keyin aytib qo'ydi, "Men bolamni deydi, o'g'limga deydi, ingliz tilini juda ko'p o'qityapman, IELTS o'rganib deydi, g'arbda yashasin." Hozir nima deb turdi? Hozir g'arbga bir soat ham oladi-da menga. Keyin nima deydi? IELTSda kuchli olyapti deydi, endi g'arbga yuboraman, Amerikaga yuboraman o'qishga deydi. Yomonlagan joyiga. Hozir bir soat ham oladi. Men aytdimki, hozir yomonlab, yo'q, yaxshi baribir bizda bo'lmaydi, pul ishlab keladi. Yoki kelganda ham bitta ham boshqacha darajada, boshqa siyosiy darajada bo'ladi. Ya'ni o'zida ziyolilar bor, o'zini bolalaridan, nevaralaridan yangi qanaqadir qatlam yaratishmoqchi endi. Mana shu qatlam kelyapmiz endi. Shuning uchun o'zgarish bo'ladi bizda O'zbekistonda. Yoshlarda bor, biz pomerlarda, ayniqsa 2007-2010da tug'iladiganlar bor, 2005da, 2010da tug'iladiganlar. Ular umuman boshqacha qarashda bo'ladi. Ular seksga ham munosabat boshqacha bo'ladi. Hayotga ham boshqacha bo'ladi. Chunki ular bo'li to'q va chet el ko'rgan bo'ladi, boshqa til o'rgangan bo'ladi. Va o'zbeklikdan juda uzoqlashgan. Juda uzoqlashgan. Lekin bu o'zbek emas, o'sha bu yangi qatlamda, mana yangi boshqaruv qatlamiga kelyapmiz. Yoki yangi ziyoli qatlamiga kelyapmiz. Lekin men yaxshi aniq ham beryapman ularga, lekin ikkinchi tomondan bular ko'pincha ijod tomonidan juda ham impotentga aylanib qolishyapti. Ijodiy impotentlarga. Faqatgina o'zini o'ylaydigan egoistlarga aylanishyapti. Zumir deganingizga yaqinda o'qib qoldim. Siz ham o'qigandirsiz. Zumirlar orasida jinsiy aloqaga bo'lgan ishtiyoq kamroq, ya'ni ayniqsa g'arbda. Kamroq emish. Nimada bu sabab? Chunki hozir ana parallelное детство degan narsa bor, infantilizm. 35 yoshgacha parallelное детство. O'yinlar o'ynashadi, ishlagisi kelmaydi. Tayyorga o'rganadi. Uyda yashashadi. Amerikada ayniqsa bu Amerika statistikasi, Amerika Yevropa statistikasi. Chunki ular bizda ham xuddi shu hozir bo'ladi agar o'rtacha chet elda o'qib kelgan, men ko'plarni taniyman, chet elda o'qib kelgan, hech bo'lmasa bakalavr o'qib kelgan chet ellarda bor, Amerika, Yevropada o'qib. Kelib shoshilishmayapti erga teshga uylanishga. Men karyera qilishim kerak yoki yurib bitta zerikamiz deydi, qaytib ketaman deydi. Juda shoshilishayotgani yo'q. Ulardan
zoomerlar asosan o'yin o'ynashyapti, ishlagisi yo'q. Ishlayotgan zoomerlar to'g'ri. o'zini faqatgina sayohatiga o'ziga pul tikyapti, investitsiya qilyapti. Dam olishiga. Ular bor, mana patriarxal bor-ku, men buni ta'minlashim kerak yoki bizda bunday qarasangiz seks sotib olinadi-ku, baribir bunday qarasangiz. Uylanib, ipoteka to'lab, charchab qilgisi yo'q bularni. Shuning uchun men hayron qolmoqmiz, bizda ko'p xususiy novostroykalar qurilyapti-yu, zoomerlar buni sotib olishga. Sotib olmaydi. Sotolgisi yo'q-ku. Kim to'laydi? Ha, 20 yil. Aytadi, badavasida men 20 yil ishlash kerak 20 yil. ishlash kerak 20 yil. Men 20 yil 500, 700, 10 ming dollar to'lamaydi. Undan ko'ra chet elda yashayman deyapti. Yoki bitta arenda yashayman, yoki chet elga ketaveraman deydi. Shunaqa fikr. Da, o'shaning uchun bu narsa juda ham g'alati. Bizga ham kirib kelyapti, lekin bizda juda hali ham kam qatlam zoomer. Amerikada, Yevropada katta qatlam bo'lsa, bizda juda kam bu. Baribir 5% ga ham bormasa kerak O'zbekiston xohlasin. No, o'zidan oldingilarga moslashib boryaptilar, o'rganib. Chunki любой mana qarang, любой men juda ko'plarni nima bilayapman, oddiy maktab yoki universitet o'qituvchisi bolalarini. Faqatgina chet el deyishyapti. Men aytaman, nega bitta o'qitmaysan, bitta bilim yo'q. O'ta ishlasang, o'ta qolsang, ikki kelsa ham bitta keyin narsa должностьlarga amallarga bitta ko'proq pul topar. O'ylantiray deyotgani yo'q lekin. Mush ko'p ziyolilar. O'ylanish haqida o'ylayotgan yo'q. Da, men aytaman-ku, bu qanaqa ziyolilar, 80-yillarda tug'ilgan ziyolilar. Bolalar katta bo'lib qoldi, onasini umrisini bitiryapti. Ular bitta o'qitirmoqchi emas. Kichkinaligida matematika, ingliz tilini faqat o'rganish. Aniq fanlar. Ko'p mana Germaniyada o'qishyapti. Juda ko'p tanishlarim bolalari Germaniya, Yaponiya hamma o'qiyapti. Va ko'p qaytgisi ham yo'q, qaytib kelgandan keyin ham darrov o'ylanayotgani yo'q, o'ziga o'xshaganini qidiryapti. Men aytaman, sizlar deyman, babursi degan narsa bor, bilasizmi tushunchi? Na g'arbda ham sizlarni qabul qilmaydi. G'arbga bo'lib ketmagansiz. Na sharqda ham sizlar. Qanaqadir sizlarni gibridsizlar. Men bularni gibrid deyman ko'pini. Moslashib, bittagilarni ham eshitmayapti yashab. Unaqa. Bitta ham gibrid. Bu ham psixolog. Bularda ham ularga nima sifatli seks bo'lmayapti. Ularda ham sifatli seks yo'q. Nega? Chunki doimo qidiruvda, doimo ularda ham ichki qo'rquv bor. Olib qo'yishadi joyimi deb. Joy emas, otam o'lsin bo'ladi, aniq ish yo'q. Aniq yashagan joyi, vatan yo'q. Aniq joy yo'q, bo'lishi mumkin, uyda ota-onasidan qoladi o'sha uy baribir. Lekin borgisi ko'ngli to'lmayapti. Shunaqa ko'ngli to'lmaydi bularni. Juda ham ko'ngli nozik bo'lib ketgan. Ko'ngli to'lmaydi-da. Undan ham yaxshi oila yo'q, shuncha mehnat qildim, endi natija yo'q, juda tushkunlikda. Bu tushkunlik o'ldiradi-da o'zbek zoomerlarini tushkunlik o'ldirsa kerak. Shuning uchun sifatli seks bo'lmaydi. Shuning uchun kimdir sevib qolish bor, ular uchun umuman his-tuyg'u kam qolyapti. Chunki sevish uchun baribir qanaqadir his-tuyg'u, empatiya bo'lishi kerak-da. Albatta. Baxtiyor aka, bitta savol. Jinsiy buzilishlar degan narsani boya aytib o'tdingiz. Deviantman. Men o'zi taniyman bu narsani. To'g'risini aytib qo'yaman. O'zbekiston qonunchiligida ko'p bu narsa. Buni yuridik va siyosat ko'p belgilab beradi. Agar bunda o'zingiz bilasiz, seksologsiz, o'zi juda kam deviant hisoblanadi. Yo'q, kam, mayli. Men bitta narsani nuqul qiziqtiradi meni. Nima deb o'ylaysiz shuni fikringizni bilmoqchiman. Jinsiy buzilishlar deylik, misol uchun zo'rlanish desak, qiz bolani zo'rlashi qonunda taqiqlab qo'yilgan, lekin o'g'il bolani zo'rlashi taqiqlanmagan. To есть jazo yo'q. Qizlarni zo'rlashimi? Qizlarni zo'rlashiga jazo bor, o'g'il bolalarni zo'rlanishiga jazo yo'q. Ha. И pedofillar. Bu og'ir savol juda ham. Ularda ham qonunda bormi jazosi? Bor. Bor. Bizda hali belgilanmadi. Qozog'istonda aniq belgilashdi. Kastratsiyaga olib kelishdi. Bizda ham endi boshlanyapti. Endi boshlanyapti. Lekin bitta narsa borda, g'arbda ham g'alati bor, возраст согласия degan narsa bor. Uni ham ko'p yuridik tomonlari bordi, masalan, Norvegiyada. Endi agar o'rgansangiz jahon tajribasini 18 yosh deb tushunadi hamma. Bilasizmi, Norvegiyada 13 yosh ham bor. Возраст согласия. Masalan, Norvegiya. O'zining roziligi bilan-da. Da, возраст согласия 14 bor, 16 bor, har xil. Возраст согласия bor. 13-14 men Norvegiyada eng pastida deshmasam. Chunki ularda juda yaxshi ishlab chiqiladi. Jinsiy voyaga yetgan. Da, o'shanaqa o'ylayman. Gap boshqa narsada, bizda bu narsani olib chiqib yuridik ko'p qo'llash qiyinroq masala. Buni yuristlar bilan o'tirib, yoki jahon tajribasidan juda ko'p o'rganish kerak, yoki atilab qabul qilishmayapti, ko'payib ketadi deb. Yoki bu og'irda, masalan, Qozog'istonda ancha vaqt o'tdi-da kastratsiyaga borishguncha.
chunki bizda bitta narsa qo'rqadi, любойni ayblab ham o'tkazib yuborishi Podstava. podstava bo'lishi mumkin. Uni ham mana o'yladim, Buni ham podstava bo'lishi podstava. mumkin. Keyin biz siyosiyga aylanib ketadi. Bizda bilasizmi, Sovet davrida gomoseksualizmda Yevropa bilishgan, masalan, kim bor, siyosiy qaysi siyosatchi yoqmay qolsa, gomoseksualist deb o'tib urishgan Stalin paytida. Bizda o'shaning uchun ham nima qilish kerak? Dekriminalizatsiya qilinishi kerak ko'p narsa. Masalan, qo'shni mamlakat bor, hozirda Qirg'izda ko'p narsa dekriminalizatsiya qilingan, bilasizmi? Seksual jinoyat degani. Bizda seksual jinoyat, lekin unda dekriminalizatsiya qilingan. Dekriminalizatsiya, ya'ni jinoyat anaqa kodeksga olib tashlanadi. Tashlash kerak ko'p narsa. Bizda siz aytyapsizmi mana shu narsa? Nasiliya deb. U yerda shunaqa qilish kerakki, polga nima deydi, jinsga bog'lab qolish kerak emas. Просто насилие, seksualniy nasiliya deb qolish. Jinsga deb bog'lanish. Jinsga deb bog'lanish kerak. Bu yuridiskiy bori anaqa noto'g'ri qonun yozilganligidan. Sovet davridan qolib ketgan. O'sha agar mana shu nasiliya, lekin yana aniqlash kerak. Nasiliyani ham nima nasiliya qanaqasi? Chunki hozir juda ham qiylashib ketdi, formasi ko'payib ketdi. Bolalarga bolalarga bitta bola emas, ko'p o'tdi. Agar jinoyatni ochsa, men hozir ko'p narsasini gapirib o'tirmayman, men bir qiziqib o'rgangan edim bu savolni. Agar aniqlashtirmasa, u ham ko'pincha siyosiylashib ketishi mumkin. Juda ko'p narsa siyosiylashib ketishi mumkin. Chunki birinchi nasiliya deyishi mumkin, bitta narsa bo'lishi mumkin. Boshida rozi bo'lishi mumkin, keyin ariza yozishi mumkin nasiliya deb. Bu ham masala. Juda ko'p masala demoqchiman. Yuridik kazuslar ko'p. Buning uchun biz huquqni yaxshi rivojlantirish kerak va juda ko'p narsani dekriminalizatsiya qilish kerak. Juda oddiy. O'shanda kamayardi jinsiy anaqalar. Jinsiy jinoyatlar kamayishini ham asosiy sababi erkinlik ham bo'lishi kerak. Ikkinchisi dekriminalizatsiya bo'lishi kerak yuridik. Ezdami? Hatto yaqinda ham Kim Chen In o'zini amakisini gomoseksual aylab anaqa qamattirgan, ottirilgan. Yaqinda hali ham siyosiy gomoseksualizm yoki boshqa jinoyatlar bor-ku, ko'p qo'llaniladi. Nimadirda? Kriminalizatsiya, kriminal va siyosiy instrument sifatida ishlatiladi. Bizda veolotikush shizofreniya deyilardi, bilasizmi, Sovet davrida. Masalan, siyosatni kim tanqid qilsa, bunda oddiy shizofreniya emasda, sekin o'tayotgan shizofreniya, veolotikush shizofreniya degan diagnoz qo'yilardi Sovet davrida. Kim siyosat bilan norozi bo'lsa. Ja bo'lmasa, keyin anaqa ish yoqmas deb qabul qilinadi. Ish yoqmas, keyin gomoseksualist deyilardi, bilasizmi? Juda ko'p statiya bo'lgan Sovet davrida. Shu narsa qo'llab qo'yilmasa. Ko'p dissidentlarga gomoseksualist deb yozishgan, bilasizmi? Anaqaga. 60-70-yillarda Moskvada, Peterburgda kim siyosatni tanqid qilgan bo'lsa, gomoseksualist deb qamashgan. Ayb qo'yishgan. Juda ko'p bo'lgan. Shuning uchun ham bu narsa qo'llaniladi har doim. O'zini siyosiy raqiblarini ham yo'q qilishga. Shuning uchun ham dekriminalizatsiya muhim narsa hisoblanadi demoqchiman. Bu hozir siz aytganingiz Yevropa mafkurasini o'qiganman ko'p dedingiz-ku. Yo'q, bitta Yevropa emas, bu Sovet, bu Sovet ham emas, Sovet tajribasi bu. Bizda qo'llanilgan Sovet tajribasi. Bizda ham juda ko'p qilingan bu narsa, bilasizmi? Bizda ochilmagan ishlar ko'p. Ko'p siyosiy yoki rektorlarni yoki shunaqa bo'lgan, universitetlarda ko'p bo'lgan, bilasizmi? Kimdir yo'qotish uchun qiz kiradida chiqib mani tegdi, unaqa qildi deydi, bo'ldi. Podstava ko'p. Ko'p bunaqa narsalar bo'lgan. Men hozir gapirib o'tirmayman, misollar ham, isbotlar ham ko'p narsa. Dekriminalizatsiya qilinmaguncha bo'lmaydi. Chunki faqatgina nega faqat qizning gapiga ishonadi yoki faqat erkakning gapiga ishonadi? Bu degani hali ham yuridik sistema yaxshi ishlanmagan bo'ladi. Tenglik. Bitta tenglik emas, hammaga teng imkoniyat. Va teng bor yuridik sistema ishlatilmagan. O'zi bizda bor modda bor-ku konstitutsiyada. Qiz yozilgan. Ayol, qizlar va erkak. Qizlar va erkaklar. Xotin qizlar va erkaklar. Men nimaga erkak yigitlar yozilgan? Erkaklar yo'q. Yo'q, u yerda faqat siyosiy tenglik to'g'risida yozilgan moddada. U yerda seksual tenglik to'g'risida gap yo'q. Yo'q. Yaxshilab o'qisangiz, faqatgina siyosiy. O'shanda ham keyin davlat ustunligi. Davlat anaqa degan, nimadirda garantdir degan, saylanishga, asosan saylash sistemasiga. O'shanda ham 3-ustida turibdi o'sha ayol, qizlar va erkaklar tengdir degan. O'zaro men aytaman, unda просто jinsiy o'zaro tengdir deb yozib qo'yinglar, bo'ldi. Nima kerak bor? Ayol, qiz, ayol, xotin qilib. Xotin, qizlar. Xotin, qizlar va yigitlar ham deyilmaganda, erkaklar deyilgan. Bu faqatgina saylovga va siyosiy tizimga bor mo'ljallangan modda. Lekin u yerda seksual tenglik yo'q. O'ylanmagan u narsa, o'ylanmagan. Men har doim aniq ahamiyat berardim. 80-90-yillarda Gollivud kinolarni ko'rsangiz bor-ku,
seks bilan shug'ullanishganda yotib anaqa gorizontal seks bilan shug'ullanishmagan, bilasizmi? Va anaqa dushda turib, oshxona yoki dush. turib o'sha tenglikni ko'rsatish kerak. O'shanda bo'lganda bizda hali olinmadi. Yo'q, olinmaydi ham. Yo'q, endi olinishi mumkin, balki bilmaydi. Balki 2030-yilga bizda mumkin video, lekin bizda ham YouTube'da ham faqat ustunlik gorizontal ko'rsatilyapti. Ha. Bu degani madaniyatimizda bor-ku, madaniyatimizda umuman Erkakning hali yo erkak ustun, erkak ustunligi ko'rsatilyapti. Doim u harakatda, u aktivligini ko'rsatilganda. Ikkinchi tomon aktiv yo'q, как o'tgan kunlarga o'xshab. U faqat emotsiyasini ko'rsatishi mumkin bo'ldi. Bo'ldi. Yo'qotdimi, yo'qmi, tushunmaydi, sevyaptimi, yo'qmi, tushunmaydi. Bizda madaniyatda ham yo'q-da bu. Jinsiy bilim ham yo'q-da hali. Yo'q, jinsiy bilim bo'lish uchun uni realizatsiyasi bor-da. Bir narsani tushunish mumkin. Sizda hamma narsani bilishingiz mumkin jinsiy bilimda, lekin realizatsiyasi yo'q-da bizda. Qo'llaymiz. Qo'llash yo'q-da. Qo'llash yo'q, bu erkinlik bo'lmagan Chunki uyaladi. Uyaladi. Yo'q, uyaladi emas, jazolanadi. Eri tomonidan maqsadsiz. Mana bitta narsa bor, Boburnamada ham o'qiganmiz, haligacha biz o'ylayapmizda. Xususan bu o'sha bunaqa xirot oladi-yu. Keyin o'shanda Temuriylardan bitta malikaga o'ylanadi, majburiy. O'ylanadi-da, keyin 2 kundan keyin ajrim berib yuboradi. Nega ajrim berib yubordingiz? Chunki u noodatiy anaqa seks harakatlar qildi, anaqa to'shaydi deydi. Haligacha so'rayapmiz, nima qilgan ekan deb. Bobur yozmagan, qarang. Bu 16-asr boshi, 1507-yil. Shayboniyxonga u ayol qanaqa to'shaydi, noodatiy harakat qilganki, nimasiga bittasi mayatdan bilmadim dedi. Bilmadim. Noodatiy qilgan ekanki, ajrim berib yuboryapti. Taloq beryapti. Bizda ham agar mana shunaqa masalalar bordir, bilmadim. Men qo'llash kerak. Balki bordir. Men yuristlar bilan hali unaqa gaplashganim yo'q, ko'pani jinoyat anaqa bilan ko'tarmadim. Ko'pini yo'q bu. Chet elli, masalan, multiklarda, исторический qanaqadir multiklarda o'sha kelinni masalan kuyovga tayinlashadi-yu, o'rgatishadi. Bunaqa qilishing kerak, bunaqa qilishing kerak, eringga yoqishi uchun. Bo'lmasa, sendan ajrab ketishi mumkin. To есть bu teskarisi. Yoqmay qolishi mumkin agar shu narsani qilmasang degan ma'noda. Bizda endi bu narsani aytishmaydi. Как поддаваться qilgin, jim yotgin deganda aytiladi. Siz birinchi kechani aytyapsiz faqat. O'zi bilimi yo'q odam birinchi kechada mayli jim yotar, qarshilik qilmas. Keyinchi kim unga o'rgatadi deb o'ylaysiz? Erimi? Yo, o'zi internetdan o'rganib oladi. O'rganishyapti. Lekin bu nereal-ku, shuni tushunishmaydi. Nereal, multiklarda, masalan, Xitoy tomondagi multiklarda ko'proq shu 18+ temadagi mavzularda qizlarni erkak kishiga yoqish uchun ularni bilimini oshirib o'rgatilar ekan. Jinsiy hayotda. Bizda yoki boshqa xalqda masalan teskarisi. Naborot jim yotgin, ko'rsatmagan o'zing, chunki shunaqa tushuncha ham bor. Agar men o'zim ko'rsatsam erimga, men masalan teysam, oralniy laskalar qilsam, tashqi jinsiy a'zolarga qarash mumkin emas deyilgan-ku даже. Teysam, u meni yomon ko'rib qolib, qayerdan o'rganding deb mendan kechib olishi mumkin, voz kechib olishi mumkin deb o'ylagan tushuncha bor. Nima sabab bunga? Ya bizda bo'lgan, o'zimizning madaniyatdan bo'lgan, seksual madaniyat, masalan, kitoblar chiqqan, Lazzatul niso bor. Qanaqa ayollar orgazm olishi mumkin, 19-asr, 20-asr. Bor, adabiyot ko'p, sharqshunoslik ham saqlanmoqda. Eng yaxshi seksual madaniyat bu albatta ko'masdir. O'zingiz bilasiz, Hindiston juda rivojlangan bo'lgan bu narsada. Eron, Hindiston juda ham Xitoydan ham yoki Yaponiyadan ham baland madaniyat, masalan, Hindistonda pozalar bo'yicha, hamma narsa bo'yicha. Aynan o'sha Hindiston ta'siri bor bizga. Juda ko'p narsa. Ayniqsa oqsuylarni ham bizda yaxshi tarbiya qilishgan, albatta musiqa chalish o'rgatishgan. Shariat, ya'ni tayyorlashgan arzani qizlarni. Saroylarda tayyorlashganda oqsuylarni, ayniqsa oqsuy qizlar bizda tayyorlangan. Masalan, Qobusnomani o'qisa ham bizda Eronda masalan. Erondan bizga ko'proq narsa o'tganda madaniyat ham, aynan seksual madaniyat. Qobusnomani ham o'qisa, seksual tarbiya ko'p, qanday joriyalar bilan bo'lish kerak, qanaqa qizlar bilan bitta joriya berilgan, o'rgatadigan. Ya'ni shahzodalarni va boy yigitlarni qanaqa seksual tarbiya va seksual xatti-harakati bo'lish cho'tki yozilgan asarlar bor. Ya'ni bizda bo'lgan har doim bo'lgan, lekin hozir yo'q.
Hozir mana afsuski Sovet davri juda ma'naviyat kuchli bo'lgandi. Sovet davrida asosan jahon proletariatini ozod qilish katta missiyalar bilan yashalganda, seksual hayot juda cheklangan bo'lgan. Maqsad boshqa Maqsad boshqa, chunki tashqariga va kapitalizm bilan kurashga. Bizda shu madaniyat yo'qotib qo'yilgan prosta. 91dan keyin Karim davrida ma'naviyat kuchaytirib borildi. Umuman kerak emas bu narsa deb. Bizda o'sha narsa yo'qotib qo'ydik biz. Yo'q, hozir o'ylaysizmi, nima deb o'ylaysiz? Kuyov jo'ra yoki yangani vazifasi shuni emasmikin? Shu emasmikin? Endi shu endi tez o'rgatishyapti bo'ldi u. Og'zaki ikki og'iz so'z bilan. Hattoki hozir uylanmagan yigitlarni balki bularga er xotinlarga yangi oilalarga balki qo'llanmalar qilish kerak edi. Kino olish kerak edi 18+ o'zi beryapman. Film. Maxsus ularga olishsin demoqchiman. Televizordan ko'rsatishmasa, sotsa internetda olib mana doktor deylik chiqyapti, nechtalar chiqyapti, qilishsin, o'rgatayotishibdi. Lekin bilinib turibdiki, men shuncha yil ko'ryapman, bor mana nimadirda reproduktiv salomatlik doktorda yana gapirayotishibdi juda ko'p. Lekin men har aytaman, bu hammasi foydasiz. quloq kirmaydi. Yo'q, gap unda emas. Amaliy ko'rsatish. Yo'q. Amaliy ko'rsatish ham foydasi yo'q. Men aytaman, charchab qolgan hamma bolalar. Psixologik charchash, siyosiy bosim, erkinlik yo'q, bilim yo'q, foydasi yo'q. Seksgacha o'zi muammolari ko'p. Va charchaganmi? Kunduz kuni o'sha charcha bo'ladi miyasi. So'z erkinligi yo'q, fikr erkinligi yo'q, pul topaman deydi, charchab bo'lgan o'sha. Uni seksual hardam anaqasi bor, nimadirda, uyg'oq bo'lish uchun, seksualligi namoyon bo'lish uchun qanaqadir manba bo'lish kerak-ku. Seksuallik o'zidan o'zini namoyon qilmaydi-yu. Seksuallikning manbalari bor hardam. Bizda shuni tushunishmaydi. Bizda faqat men vodiyda shunaqa bor, nimadirda, yaxshi urf bor. 40 kun kuyovga Andijonda bilasizmi? Ovqat oladi. Ovqat jo'natishadi. Yaxshi, lekin 40 kundan keyin bilmadim. Gap faqat ovqatda emas-da, ko'ryapsizmi? Shunaqa deysiz-ku, vodiyda. Yo'q, mayli, 40 kun yaxshi. Yo, men aytmoqchimanki, ayollarda ham, erkaklarda ham eng katta muammo psixologik muammo bizda ko'p. Mana ko'chada ko'ring, nechta foiz, men afsus. Kunduz kuni kam yuraman ko'chada. Yursam kechqurun mashinada yuraman. Odamlarning ichiga tushib qolsangiz bor, seksual odamlar necha foiz Toshkentda? Kam. Bundoq qarab, mana shuni holadim deyverasiz. Jamoat transportda kam yuradi ular. Yo'q, umuman ko'chada prosta yuring, xafa bo'lishmasin, aholimiz qolgan. Qaysidir bola qizni ko'rgan, bosh deyverasiz. Depressiyada charchagan. Ko'zi o'zi seksual yo'q-u o'zi, kiyimidan tortib kiyininishidan hammasi yo'q hech narsa. Mollada ko'rmadim. Yonib turmayapti. Yo'q, molda ham men bordim. Bolasi bilan yurgan ular charchagan. Yonishmayapti. O'sha ham bor. Zerikkan, to'xtang. Zerikkan bu seksual emas. Bizda zerikkanlikni ko'rsatish bor, ham ishlamayotgan ayollar, qizlar. O'zini zerikkanligi bu seksual emas. Yo'q. Bizda seksuallik, jozibadorlik deb tarjima qilishyapti bu xil seksuallikni. Men seksuallik so'zi qoldirish kerak deb o'ylayman. O'sha joziba bor-ku, o'sha narsa yo'q. O'sha bor o'zini tortadigan narsa yo'q-ku. Men aytaman, bir xil qizlar keladi, men bilasizmi, men darrov yo'q demayman, men unaqa qiz emas, men aytaman, deyman, xavotir olma, sen hozir xohlayotganim yo'q deyman. Bular o'ylashadiki, men kelganimda o'zim xohlab olishim kerak. Ziyolilar to'g'risida gapirayotganmiz. Ziyolilar o'zidan o'zi xohlaverishmaydi deb shuni gapiryapmiz. Qanaqadir shart-sharoiti bor. Seksuallikni namoyon qiladigan manbasi bor. Ertadan kechgacha 24 soat seksuallik anaqa bo'lmaydi-ku, nimadirda. Namoyon bo'lmaydi-ku. Buni manbasi bo'lmasa, bizda aholining 90%da yo'q, manbasi yo'q seksuallikni. Ziyolilar bechora charchab qolgan va doimo bosimda va kimgadir xizmat qilish kerak. Hop aka deyish kerak, pul topishyapti. Kechqurun ijod qilishyapti. Qayerda seksuallik namoyon bo'lishi mumkin? Charchab qolgan, zerikkan, ezilgan ziyolida yoki oddiy aholida faqatgina yeb ichaman, ipotekani to'layman degan aholida. Bo'lmaydi, men gapirsam qilsa, bundoq qaraydi, bo'ldi, hozir u ko'p bola bir narsa, bo'ldi, zerikkalik deydi. U chunki o'sha narsani namoyon qila olmaydi. Sport bilan shug'ullanishgan vaqti bo'lishi kerak. Yo'q, vaqt yo'q. Vaqti bo'lishi kerak. Yoki yaxshi ovqat bo'lishi kerak. Nimadirda, sifatli ovqat demoqchiman. Sifatli ovqat o'zi ham yetarli emas. Kimdir bilan baham ko'rish ham katta narsa. Sifatli ovqatda. O'ziga yoqadigan odamga, ko'ziga va ko'ngliga va unga har doim suhbatdosh. Bizda men juda ko'p joyga kirganimda muzika va bilasizmi, restoranlarda muzika va bir-birimiz bilan gaplashib olmaymiz. Nega bilasizmi, bilan qolib qo'yishgan.
muzika bilan. Tezroq. Chunki baribir hech kim gaplashmayapti bir-biri bilan. Yoki men juda ko'p joyga kirsam, bir-biri bilan hamma telefonda o'tirgan bo'ladi. Men boradigan joyda aytaman, "Ardam telefon olib qo'yamiz, gaplashib o'tiramiz" deyman. Muzikasi joy yoki pastroq muzika, telefon olib qo'yamiz deyman. Oddiy so'z boyligi almashinuv bo'lmaganda qanaqa seksuallik to'g'risida gapirasiz o'zbek xalqi bejarada? Yoki o'zbek ziyolisini bejarada qanaqa seksuallik bo'lishi mumkin? Men Olmaotadan yaqinda keldim, 2 hafta bo'ldi. Ona dedim. Ijod bilan ko'rinib turibdi, gaplashsak, mana 5 minutda. Men qadam aytaman, normal ziyoli odam 30 sekundda o'zini родноyda gaplashish kerak bu odam bilan deyman-da. Shunda o'tiramiz, konferensiyaga kiraman, 30 sekundda o'sha 100 yilda tanigandek gaplashamiz-da biz. Bu aytamadim, 30 sekundda yaxshi gaplasha olmadingmi, sen o'zi normal ziyoli emassan deyman, любойga. Dialogga kirishib ketish kerak. Gaplashyapmiz. Kommunikabilность. Da, 30 sekund deyman, 30 sekunddan ko'p, уже ko'p deyman. Gaplashyapmiz, da hamma narsa bor. Dunyoqarashda ham, gaplashishda ham, etikada ham, qarashda ham. Umuman o'zini qanaqa bor, tutishida prepodnosит etikasida ham bor-da. Nafaqat kiyim oddiy kiyingan bo'lishi mumkin, yoki oddiy birchasi bo'lishi mumkin. Joziba, o'sha seksualность ufurib turibdi-da, juda ko'p edi. Bilinib turibdi, o'zini ishini professionali va o'zi ishi bo'yicha hamma narsa qila oladi. O'shani ko'rib ham уже da gaplashingiz keladi va qiziqasiz. Qiziq odam, просто jozib. Bizda faqatgina hamma o'zini gapiradi, mashina olishim kerak ekan, ipoteka ziyolilar bilan faqat yoki uni topishimiz kerak, yoki faqat so'ligini oqizib turibdi boshqasiga qarab. Olmaotada men boshqa vaziyatni ko'rdim. Hozir Bishkekda ham, men Moskvani gapiraman, yoki Yevropa poytaxtlarini ham gapiraman. Yevropa poytaxtlari xavfliki, ular ham hamma odamlar chiqib gaplashishmaydi. Yevropa anaqalari shunaqa, poytaxtlari. Amerika вообще asosiy klass bo'lib qolgan, bilasizmi, intelligensiyasi. Umuman qora xalq bilan umuman yaqinlashishmaydi. Yopiq, bilasizmi, hamma yopiq klublar, yopiq joylarda uchrashishadi faqat. Yopiq tusovkalar faqat-da. Olmaotada yoki Bishkekda yoki Moskvadagi o'zini Markaziy Osiyoda eng yaxshi shaharlar deyman. Toshkentda qanaqa tusovka bor? Borsangiz faqat hamma bunaqa o'tiribdi, zerikkanda borib, men долженman-da unga. Bir-biriga hech kim должен emas deyman. Gaplashganda oddiy kulib turib, gaplashib ko'ziga qarab, ular o'ylaydiki, sraz g'oz seks bo'ladi deb o'ylashadi. Baxo'rdan aytaman. Qo'rqma, xotir olma deyman. Yoki o'sha narsa yo'qda, o'sha etika yo'q. Bilim, seksual bilim to'g'risida gapirayotganim yo'qmi? Oddiy dialog qanaqa so'z bilan yoqib, eshitib, qanaqa nimadirda kommunikatsiyaga kirishib, yoqishga harakat qilish kam. Yoqishga harakat qilishi bilan amoralist tushunishadi. Bizda seksuallik bilan amoralist chegarasini bilishmaydi. Shuning uchun bu jamiyatda ko'chada yurganda ham aytaman, bunday qaramizda kimni xohlayapmiz, zerikyapmiz deymizda. Va Baxtiyor aka, shu joyda bitta savol. Erkak kishi qachon uylanish kerak deb o'ylaysiz? Men har doim o'zi yoshlikdan bir hazillashaman, mendan ko'p so'rashadi-da. Suqrotdan so'rashgan-ku. O'ylanmoqchi, bittasi kelib so'ragan ekan, o'ylanaymi yo'qmi? O'ylansang ikkita variant bo'ladi, yo faylasuv bo'lasan, yo baxtli bo'lasan degan. Men aytardim har doim, yoki juda sevib o'ylanish kerak deyman, yoki karyera uchun o'ylanish kerak deyman. Dirdim bir 15 yil oldin. Nimaga sevib? Nimaga sevib? Faqat sevib, o'shanda sifatli seksan bo'ladi, chi deysan, hamma narsa bo'ladi derdim-da. Sevib, haqiqiy sevgi bo'lsa, da derdim. Всё, yasholmaysan, da, haqiqiy sevgi bo'lsa, da o'ylanish kerak. Juda katta karyera uchun derdim. Bir 15-20 yil oldin gapim edi. Va hozir so'rasa, karyera uchun emas hatto. Haqiqiy sevsa-da o'ylanish kerak deyman. Lekin bitta statistika eshitgandim, xatomi bilmayman, to'g'rimi? Hatto O'zbekiston statistikasimi? Yo'q, o'qigandim bitta joyda. Sevib turmush qurganlarni orasida ajralish ko'p ekan. Chunki nega? Muammo shundaki, ular turmushgacha bor-ku, hamma go'zal bo'lgan hamma narsa. Hamma narsa go'zalda, undan keyin ham mana ожидание bor-ku, kutish, undan ham doimo shunaqa. Har doim unaqa bo'ladi deb o'ylashadi, hayoti zo'r bo'ladi deb o'ylaydi va ko'pincha hamma fishkalarni ishlatib qo'yishadi. O'zini kartalarni ochib tashlaydi. Hamma fishka qiziq emas bo'lib qoladi. To'ydan keyin qiziq emas. Hamma fishkani ochib bo'lishadi. Big Brother asar bor, Любовь живет 3 года. Har doim maslahat beraman. Big Brother. Kinosi ham bor. Oxirida yana qaytib yana sevib qoladi, ajrashib bosh. Big Brother o'qisin. Big Brother Parijda. Parijda anaqalari, ziyolilarning hayoti. O'zim Parij ziyolilarning hayotiga juda ko'p qiziqaman, o'qiyman. Har xil. Lekin bizni ham sal tahlil qilishimiz kerak deb o'ylayman gohida, ayniqsa ziyolilarimiz. Chunki ziyolilarimizda obraz topisholmayapti-da. Kim qatga nimadirda
подержать qilishga, kimga namuna olishni bilishmayapti. Taqlid qilish. Taqlid kimga? Moskvaga kuch yetmaydi. Hmm. Olmaotaga ham yetib borishmayapti. Ostdan Olmaotaga ham yetib borishmayapti. Oxiri bilishmayapti. O'zimizda turib qolishyapti-da. Tushunishmayapti. Kim aynan taqlid, qanaqa o'zimiz tushunishimiz kerak. O'zini ochuvchi namoyon qilish olmayapti-da. Ochuvchi bir-biri bilan qilish mumkin-da. Ochuvchi bemalol o'zi to'g'risida bir narsa nimadirda как manifest chiqarish olmayapti-da o'ziga. Manifestatsiyasi, erkinlik, o'zini hayotini borib, mana Gadar kinolarga o'xshab o'zini ko'rsatish olmayapti. Mana o'zbek ziyolisi haqida normalniy asar ham kino ham asar bo'lishi mumkin, ammo hech kim o'qimayapti lekin. Kino ham yoki siyosatda asosiy rol bu yoki siyosiy hayotda va jamiyat hayotida eng asosiy ziyoli degan narsani tushuncha yo'q bu narsa. Chunki bizda asosiy jamiyat va siyosiy hayotda asosiy bosh qahramon biznesmen bo'lib qoldi. Просто chiroyli hayot, 2-3 ta xotini bor, saroyli, mashinalar. O'shanda biza shunaqa ko'rsatishadiki rejissor, ularda hamma narsa o'xshayapti, ularda sifatli seks bor deb tuyulaveradi. Chunki sifatli seks bilasizmi, rejissorlar ko'rsatyapti, chiroyli mashina bilan, chiroyli telefon bilan va chiroyli kotlik bilan. O'sha simbol bo'lyapti-da, belgiga alomat. Belgilar orqali ko'rsatishyapti. O'zida emas-da. Lekin unaqa emas. O'zi unaqa emas-ku. Shuning uchun bizda na Almatasidan, na Moskva yoki qaysidir Parijga yetib bora olmaydi ziyolilar, shuning uchun doimo ikkinchi rollarda qolib ketaveradi va ziyolilar bir-birini ham mensimaydi yoki siyosatchilar ham mensimaydi va har doim ezilgan qanaqadir ezilib qolgan va hayotdan xafa bo'lgan qatlamga aylanib qolishadi. Juda ham shuning uchun qochib ketgisi keladi odam Toshkentda. Odam gaplashib o'tirsa aytaman, 3-4 ta ziyoli yig'ilib qolsa, unda sizlar bilan gaplashish qiyin deyman. Yo ichish kerak yoki borib yoki ashula aytish kerak. Sizlar bilan juda qiyin gaplashish deyman-da. Xafagarchilikni anglaymanda. Ufurib turadi-da xafagarchilik. Xafagarchilik emas, ularda depressiya. Depressiya bo'lish kerak emas u. Bizda qizlarda ham depressiya nimaga? Chunki ular ham topisha olmayotgani uchun. Ziyoli qiz, sal ozgina o'qigan, sal o'ziga qaragan qizda ham depressiya ahamiyat bermasmi? Hammasi psixologga qatnashyapti hozir. Shu joyda savol. Bir oydan bir shu narsani o'ylab yuribman, bunaqa narsa. Endi ana qiz farzandlarim ham bor. Qiz bolani 17-18 yoshda o'qitmasdan erga berib borish kerak deb o'ylaysizmi yoki u ertaga o'qib ziyoli bo'lib o'zini statusdagi odamni topadi degan narsaga ishonasizmi? Bu qancha qiyin savol. Menda qiz farzandlar yo'q. Bilmadim, men tanishlarimni ko'proq hozir Yevropaga jo'natib yuborishgan. Erga tegmagan hali. Yo'q, 18 Yevropaga jo'natib yuborishdi. Ular nima deb o'ylashadi? Qachondir erga tegadi? Ular o'zi topsin dedi. Men otalardan so'radim. O'ziga keyin zapisdan keyin aytaman kim qizlari, ular mashhur odamlar. Ular aytishadiki, o'zi topadi, o'zbek yigit ham. Xohlagan millatdagi yigit topsa, o'zi hozir foydasi yo'q, faqat pul ketadi deydi. Yashash belada yoki unga qarshi chet elda o'qisin, topsin, kelib o'ziga ko'ngliga yoqadigan odam topsin deyishadi. Masalan, tako yangi trendga chiqqan. Chunki 18 yoshlarga berib olgandan keyin muammo yechilmayapti-da. Ajralish, qaytib kelish ehtimoli. Nega ajralish? Chunki bilasizmi, zerikish degan bor. Tayyor emasdir balki. Chunki o'ylangda, erkak kishi uyda o'tirgisi yo'qdi, ham o'qigisi bor. Eri bilan go'da uchrashib turishibdi kechqurun yoki 2 kunda bitta. Yoki har doim aytaman, bunaqa oilalarda yaxshi nimadirda, ajrim kam bo'lishi mumkin, bir haftada bitta bir-birini ko'rib qolsa, sog'inib. Ana rus aristokratiyasi bor 19-asrda. Yoki ingliz aristokratiyasida ajrim. Bir haftada zo'rg'a ko'rishgan bir-biriga, yoki bir oyda yoki qasdi bolalarda ko'rib, "O, madam sizni ko'rdim" degan-ki, xotinlar go'da uchrashib qolishgan. O'shanda baxtiyor yashashgan. O'shanda baxtiyor yashashgan. Sevib. Endi bu boylarning hayotini aytamiz-da. Bu juda boylarning hayotini. Bizda juda boylarning hayoti shunaqa bo'lib qolibdiki, baxtli va chiroyli hayot xohlashyapti boylar bizda. Unaqa bo'lmaydi. Yo'q bu. Конечно, bir kam dunyo shuni tushunishmayapti. Ular o'ylashyaptiki, hamma narsani eplayapmiz, hamma narsaga ulguramiz deb o'ylashyapti. Va sifatli seks ham bo'ladi, chiroyli uylar ham bo'ladi, chiroyli hayot ham. Hamma narsa unda xudo bo'lib ketishadi-yu. Nimagadir erishish uchun nimadan ketish kerak bo'ladi? Bitta ketishda emas, bu narsani hammasini eplay olmaydi bular baribir. Bunaqa potensial yo'q qizlarda 18 yoshlarda.
yoki 20 yashar o'g'il bolada bunaqa potensial yo'q. Mana saroylarda ham qarasak, tarixda uylantirib qo'yishgan, lekin ular ham go'da ko'rgan haromdan kelgan, bilasizmi? O'zini ishi bilan shug'ullangan, bular bitta joyda yashamagan. Hatto shunaqa tartib bo'lgan, mana Buxoro amirini agar jinsiy hayotini o'qisangiz, haramga kiradi-yu, yoki Usmoniylarni ham o'qisangiz haramlarida. Kirsa, qaysidir odam bilan kirgan, ayollari bilan. Buxoro amirining jinsiy hayoti yozilganmi? Iya, bor. Kirsa, masalan, bir kun bittasini tanladi, qaysidir xotini kirsa, ayollar bilan kiradi, ayon. O'zini amaldorlar bilan kiradi. Qaysidir moment hech qachon yotib qolmaydi, jinsiy aloqa bo'lgandan keyin jinsiy aloqa chiqib ketadi, qolmaydi uxlab yotishga hech qachon. Keyin o'shani ham masalan bola paydo bo'lsa, darrov donishmandmi kimdir bor-ku, unaqa astrolog yozib qo'yishgan, chunki bola paydo bo'lsa qaysi paytda bo'ldi. Qaysi yulduz ostida tug'ilgan. Shuning uchun hammasiga registratsiya, masalan, Xitoyda hammasi registratsiya bo'lgan. Shuning uchun hol simptomlar, qachon xotinlarga kirsa, hammasi registratsiya bo'lgan. Bu chunki siyosiy akt hisoblanadi. U qolishmagan o'tda hech qachon chiqib ketadi. Bizda hozir qanaqa tushunishyapti boylar? U 24 soat bir bilan bo'lish yoki potensial yo'q bunaqa. Unaqa bu intellektual potensial. Yaxshi oila yoki sifatli seks bo'ladigan oilada bu juda katta intellektual potensial kerak. Nafaqat boylik. Bizda shu narsaga olishmayapti. Juda ko'plar tanishlarim borda, ancha boy, ancha oligarxlar. Borom uyda bitta kitob bor, shunisi yo'q. Nima qilyapsiz desa, zerikyapmiz deyishadi. Albatta zerikadiki, yoki o'qishga kirishadiki, ko'rmayapti, oilab ko'rmaydi. Bolasini nyanka olib qo'yishgan, yurishibdi, bilasizmi, universitetni aylanib, chet el yurib. Eri ham xotini. O'shanda baxtli ajrashmayapti, hech ajrasha olmaydi. Ularda siyosiy qanaqadir kontrakt bo'lgan, ajrasha olmaydi. Lekin bir-biridan zerikib ketgan. Bu boylarda bo'ladi. Boylar bunaqa butun jahon adabiyoti ko'rsatyaptiki, boylarda unaqa baxtli bo'lish qiyin. Chunki potensial bo'lish kerak uning uchun. O'rtacha ziyoli bor-ku, baxtli bo'la oladi. Lekin uning uchun o'ziga albatta sidqi dildan yosh ko'rgan yoki jonidan ortiq yosh ko'rgan ayol bilan yashash kerak edi. Lekin qaysi intelligent bor ziyoli o'zini jonidan ortiq yosh ko'ra oladi kimdir. Bekorga emas, bitta ham sufiy, o'ylamasdan o'tishdi. Qanaqa boylik bo'lsa ham bilasizmi, eng boy odam bo'lgan. Qanaqa davrini eng boy odam bo'lgan. Lekin nega o'ziga ko'ngli yoqadigan odam topilmayapti? Ko'rasizmi, boylik bilan belgilanmas ekan demoqchiman-da, sifatli seks yoki munosabat yoki yoningizda o'zingiz sevadigan odam bo'lish juda katta baxt va juda katta privilegiya. To'g'ri. Buni ushlab turish o'zi bor. Katta intelligentni anaqa qilish kerak, har doim usiylik qilish kerak, har doim harakat qilib turish kerak. Bo'ldi, o'ylab oldim, meniki sen qochib ketmaysan emasda. Bizda men aytaman, mana shogirdlar bor, xotiniga qachon xotining bilan birga bording deb qo'yaman, shogirdlar bor. Hech qayerga bormagan bo'ladi. Bir marta bor, teatrga bor yoki o'zi tog'ga chiqib ketadi yoki o'tga boradi. Shunaqa. Men aytaman, bor xotiningni ham. Yoki bilasizmi, yana o'zbek ziyolilar eng qiziq narsasi bor. Ko'p joyda o'tirishadi, chaqirishadi o'tirishlik. Hech kim xotin bilan kelmaydi. O'zbek ziyolisimi, oddiy odam aytmayapman. Chaqiringlar xotininglarni yoki qizinglarni deyman. Chaqirishmaydi. Masalan, Yevropada, любой Almatadan hatto o'zini xotini eri bilan yurishibdi. Любой o'tirishga. Bizda mana bu kruglar bo'ladi, har xil intellektualniy tusovkalar, kruglar. Xotinlarni olib kelishmayapti. Ya'ni shakllanmagan demoqchiman, aytaman, o'sha o'zbek ziyolisini o'zini xatti-harakati, dunyoqarashi va o'sha jamiyatda o'zi eri xotin yurib bemalol gaplashib, suhbatlashib o'tiradigan narsa yo'q. Mana hatto Parvonani ko'rsangiz, 65-yil teatr Parvona qanaqa olingan. O'sha sovet intelligensiyasining hayoti. Borib, ezizdami, Qrimga borib, Obiddin Yusuf bilan tanishib keladi qiz, prokurorlarning jiyani bo'ladi. Olib kelyapti, kuyovni olib kelyapti uyga. Ezizdami, o'sha syujet. Qanaqa o'tda gaplashilyapti, qanaqa nimadirda dialoglar bo'lyapti. Parvona spektakl. 1965-yil qanaqa ziyoli, shuncha sovet davrida bor Toshkentda. O'zbek ziyolisi bilan oddiy xalq juda katta farqlanib turgan. Kiyinishdan, tutishidan, o'zini gaplashishidan, gap so'zidan, eri xotinlar qanaqa gaplashishidan. Xotinlar ham birga o'tirsa, mehmonlar birga gaplashib, bemalol bo'lgan hamma narsa. Hozir 65-yildan daraja tushib ketdi. Men juda bixlaga borsam, xotini bilan o'tiribdi. Chaqir xotin gaplashib o'tiramiz dedim. Ziyoli odam doktorskiy o'qiganlar.
tushunyapsizmi? Kommunikatsiya yo'qda xotin. Kommunikatsiya nafaqat xotini nima dedi man qizig'im aytib xotini hech kim kerak emas bu просто cheklab zerikib anta o'tirmaydi u ham ziyoli eng qizig'i u ayol ham qizib o'qigan Legalchika xotin keldik degan narsa uchun kelgan. yo man ularga mehmonga borganman Ha. kulgili yo hech qayerga yana olib borishmayapti aytaman hamma xotin man ko'pincha bitta qiz olib boraman o'zim bilan olib yuraman man o'ylang 4-6 ziyoli bo'ladida man bor yo o'qilaydi zerikib ketdik baxtli tanish qizlarim ham telefon qilib qo'yishadi Baxtiyor aka, kulgili narsa bu xafa juda bo'laman faqat man savol beraman, savol beringiz. yo bemalol beryapti yo man savol bersam savol bera lozim. yo man savol berib nima savol beravering siz intervyu bo'ldingiz bugun Menga qabulim kelgan patsientlarning orasida doim bitta narsa bezovta qilganini so'rashadi. Nima qilay shunaqa vaziyatda? Men xohlaganimda xotinim yo'q deydi. Men davay deganimda oldimda paydo bo'lmaydi, yo bahona boshim og'riyapti. Men ovqat qilishim kerak, bolalar charchaganman. Ija bo'lmasa kasalim kelib qolgan deydi. Da. Shunaqa vaziyatda umuman o'zi tarixda bunday vaziyat bo'lganmi? O'qiganmiz shunaqa narsani. Shu bo'yicha fikringiz. Bu bitta narsa bor. Bu egoizmdan boshlaydi. Faqat erkak kishi xohlaganda u xotin kishilik bu paytga kelish kerak degan emasda. Buni sen tushunish kerak. Bu egoizmni men xohlayotgandim. Bular mana shu narsada ko'rasan, preludiya degan narsani tushunishmayapti. Bu xohlaganda xotin ayol tayyor bo'lish kerak. Da. Unaqa emasda. Oddiy aytaman, hech bo'lmasa men so'kamisi bor Gollivudskiy filmlar. Hech bo'lmasa ular aytishadiki. Agar bu narsa bo'lish kerak bo'lsa, hech bo'lmasa restoranga olib bor. Tayyorla. Bu nima? Telefon oladi, men seni xohladim tezda yugurib kel. Ko'ryapsizmi? Bu juda egoizm va madaniyatsizlikdan belgilida. Men xohlayotganda u tayyor emas, kasallik kelib qoldi, balomatlar bo'ldi. Bekor xafadir balki u. Gulobga yaxshi gapir, birga kino ko'raylik. Hop puling bo'lmasa bitta choy ovqat qilib birga gaplashib o'tir. Xushomad. Shirinlik uni ham olib bormasang ham prosta gaplashib o'tiraylik. Kel o'tir, normal gap, g'iybatsiz narsa. Normal birga kino ko'raylik bo'lmasa oddiy. Bir narsalar qilish kerak-da, oddiy malinki radost deydi-yu. Qanaqadir harakat qilish kerak-da. Bizda hamma patriarxalda, hamma kichkina bekdek o'zini xondek tutishyapti. Erkaklar. Unaqa emas-da. Unga hamma bo'ysunish kerak. Hamma bo'ysunish kerak, chunki unda ishxonada yoki boshqa odam saplashmayapti, statusini nima qilishmayapti-da. U kelib, u darrov kelib olib, unga hamma xohlagan narsasini hamma muhayyo qilish kerak. Men xotinimsan, majbursan. Unaqa emas-ku. Doimiy ayolga Hatto bilasizmi, qaysidir anaqada iznasилование, agar rozi bo'lmasa iznasилование ham kiradi. Bizda endi bu narsani Yevropada qaysidir mamlakatda bor xotin erim zo'rlar deyolmaydi. Yo'q, agar rozi bo'lmayotgan bo'lsa shunchaligicha borishgan. Agar Fransiyada men yaqinda o'qidim mana. Fransiyada. Shunchana agar bir Gollivudskiy aktyorlar o'ylanganda, Catherine Zeta-Jonesga o'ylanganda bittasi dogovor yozib qo'ygan. Bir haftada bir marta jinsiy aloqa qilishga majbur deb kirgizib qo'ygan dogovoriga ular. Unda dogovor tuzishsin, brachный договор. Brachный договор bo'ladi. Men xohlaganimda majbur yozib qo'yishsin, bemalol yuridik. Unda erkak kishi bahona qidiradi. Men yo'q, endi xotin kishi emas qo'yish mumkin. Yo'q, bu yerda yana bitta narsa bor. Mana u ham savol bermaysizmi? Xotini sen xohlaganda sen har dam tayyormisan deydi. Yo'q-da. O'zi savol berganmisiz? Yo'q, o'zi idealniy emas. Yo'q, o'zi savol berganmisiz hech qanaqa? Ha, siz o'zingiz yo'q, xotin kishi xohlaganda sen tayyormiding har dam deb. Bu uxlayotgan bo'ladi. Xotin kishi xohlaganda men boshim og'rigan, charchab kelgan bo'laman. Nega xotinlarimiz kechqurun xohlaydi, biz ertalab xohlaymiz. Biz charchaganda ular xohlab qoladi. Mana shunaqa gap. Kelishib olasiz. Shuning uchun aytaman, mana kelishib olaylik, soat 12 dan kelib turinglar. Yo'qolinglar, bolalar uxlasin. Kelishgan vaqt, kelishgan vaqtda bo'lsa bitta narsa sifatli seks bo'lish uchun yana qaytaramiz. Preludiya bo'lish kerak. Qanaqadir ochish kerak. Prosta 5 minut emas-da. Preludiya bo'lmasa, preludiya kamida 1-2 soat zo'rlashib qoladi. Yo'q, bir tomonni ishlashi bo'lib qoladi. Bir tomonni ishlashi, faqat orgazm olish uchun bir tomon. Faqat hirsga yaqinlashib qoladi. Все, boshqa hech narsa emas. Haligi narsa bo'yicha ayoliga gulob kelish bo'lsa, ayoli negativ o'ylay boshlaydi. Nima bo'ldi? Xato qilib qo'ydimmi bitta? Bu yerda kim bilan yurib qo'ygan xatoni? Yo'q, gapirsin. Bizda mana dialog ko'rasan, o'zbeklarda narsa bor, недосказанность. Bizda ichimda topib yetkazib bera olmaydi. Shuncha aytaman, xohlagan narsani, ichidagi narsani gapirish kerak har doim.
Da. Sizda hech kim ochiq erkin gaplasha olmaydi. Yo baqirishadi, yoki g'iybat, yoki bir-birini yomon ko'rish, yoki berkitishadi hamma gap. Gapirish kerak, ochuvdan ochuvchi. Mana shu madaniyat shakllanmaguncha foydasi yo'q. Men bekorga emas, men bir xillarda o'tirib rus seriallarini ko'rib o'tiraman-da, o'ylayman har xil. Men hayron qolaman. O'zimizni. Yo'q, russ serial, Moskvaga olinayotganlarni, oxirgilarini ko'rib turibman. Ochuvdan ochuvchi nima xohlashayotgan bo'lsa, даже yaqinda olishdi-ku, anaqa. Shu seks haqida olishdi, bilasizmi? Qaysi? Serial chiqdi. Lagashkin o'ynagan, er-xotin o'ylashdi Lagashkin. Bitta shahar emas-ku, Lagashkin olishdi. Har bitta seriyada qanaqa poza. Har bitta bir 15 ta seriyada 15 ta poza ko'rsatishgan. Ulardan boshida shunaqa sovush bo'ladi, ajrashmoqchi bo'ladi, keyin har bitta seriyada shunaqa ko'rsatishgan. Как просветительский yaxshi olishdi. Moskovskiy самый такой. Komediyniy qilib olingan, juda komediyniy qilib olingan. Yengil, lekin juda muhim narsalar ko'tarilgan. Albatta bizda hali bunaqa unga aktyorlar chet ellikini chaqirish mumkin, chet el aktyorlarini qilish mumkin. Bizning aktyorlar bunga yo'q desa kerak. Hop deyishardi bizani aktyorlar, bizani Mentalitet. Yo'q, mentalitet yo'q narsa bu. Bu mentalitet, har doim aytaman, mentalitet bu mavjud emas. Bu siyosatchilarning fantaziyasi. O'zbek xalqi haqidagi fantaziya. Shunday qabul qilingan narsa. Siyosatchilarning va ziyolilarning fantaziyasi. O'zbek qanaqa bo'lish kerak? Bu ideologiya. Mafkura, bu чистейший mentalitet, bu чистейший mafkura. Shuni tushunishmaydi. O'zida biz chiqib bizning mentalitetimiz, qadriyatlarimizga to'g'ri kelmaydi. Qadriyatlaringga majburlash to'g'ri keladimi degan savol bermaydi hech kim. Xo'p, Baxtiyor aka, agar erkak kishi kommunikatsiya kirmayapti, bilmayapti, erkalash, bir люди degan narsani bilmayapti, kimga borib murojaat qilsin, kimdan o'rgansin bu narsani? Men har doim aytaman, ko'pincha seksologga, psixologga borsin deyman. Ochuvdan ochuvchi aytaman. Lekin bizda kelib psixologga bormaydi. Yo'q, er-xotin bizda parniy yo'q-da. Bizda parniy kelishadi bizga ham? Parniy keladi, agar psixologik muammo bo'lsa, men majburlaysizmi? Parniy. Ayoling kelsin deymiz, chunki bor shunaqa holatlar, ayoli qoniqmaydi, ayolining hisobiga bu o'zida kamchilik ko'radi. Da. O'zida hammasi yaxshi, idealniy. Da. Hammasini to'g'rilab qo'yasiz. Baribir ayoli bilan suhbat, kommunikatsiya, gaplashish, muammoni o'zaro hal qilish bo'lmagandan keyin bu o'zida muammoni ko'raveradi, kamchilik deb his qilaveradi bu narsani, o'zi muammo emas bu. Va natijada er-xotin uzoqlashib ketadi. Mana borgin deymiz erkak kishiga va seksologga borgin. Narsanda ruhiy hozir, chunki organik muammoni biz hal qilib bo'ldik. Sizda urologik, andrologik muammo yo'q. Da. Psixologik qabul qila olmaydi. Ba'zi erkaklar o'sha organik muammosi, qoyilanish deydimi, shamollash, boshqa gormon o'zgarishlar to'g'rilamasdan uzoq yurgan hisobiga bunga o'sha qo'shimcha ruhiy o'zgarish ham paydo bo'ladi. Qo'rqib qoladi endi, menda shunaqa muammo bo'lar ekan. Uni hal qilib berasiz organik muammoni. Lekin ruhiy qo'rquv bu chiqib ketish qiyin. Unda o'sha seksologga bor, er-xotin bor, suhbat qur. 2 ta 3 ta suhbat kam, o'tga 5 ta 10 ta bo'lish kerak. O'zini anaqasi bor-da. Gipnoz kerak bo'lsa, diagnoz qiladi. Lekin ko'pincha u ham yordam bermashi mumkin. Yo'q, bermaydi. Unda ham yordam bermasi mumkin. Gipnoz ham qilgandan даже olmaganlar ham bor. To есть olgan gipnozni, no rezultat ololmagan insonlar ham bor. Ular boshqasiga borib, balki menda mana urolog topolmagan, androlog topolmagan muammodir, boshqa deb boshqa andrologga boradi. Yana xarajatga tushadi yoki boshqa bitta ish qilishga ham boradi. Hattoki o'sha kerak bo'lsa, operatsiya qilishgacha ham boradi. Da. Lekin tushunishmaydiki, bu oddiy o'zigina ruhiy va madaniy rivojlanish to'siqligi, qo'rquvlar, o'ta juda ko'p balki irsiy genetik, jamiyat bosimi bordir, siyosiy bosim, juda ko'p narsani inobatga olishmaydi. Ayniqsa seksologlar ham shu narsani nazarga olishmaydi, ahamiyat beryapman. Madaniy faktorni nazarga olishmayapti. Kuzatishmoqchi bo'lishadi, maslahatlar berishadi, lekin intellektual tomonini olishmaydi bizda. Ayniqsa ziyoli kelib chiqishidan ham qilish kerak, uni darajasini ham bilish kerak, rivojlangan darajasini. Qanaqa kitob o'qishyapti o'zi, nima qilishyapti, nima kino ko'rishyapti. Kitob o'qimaydigan oddiy nima kino ko'rishyapti. Oila bo'lishi ham mumkin. Ziyolini aytaman. Ziyolida undan ham og'ir muammolar bo'lishi mumkin-da. Men aytaman, odam shosavra ziyolini 2 barobar qiyinroq. Ko'proq psixologlar mana shu детский travmasidan kelib chiqib yondashishadi. Da. Lekin uni chiqarish uchun birinchi triggerlarni bilish kerak. Surishtirib gaplash. Uni qachon bo'lgan muammo? Uni juda ko'p chiqarish kerak. Bu birinchi turmushidanmi, birinchi kechadanmi? Da.
balki jinsiy tazyiq bo'lgandir Da. unga. O'shani ham gapirishmaydi. Gapirmaydi, muammo mana shunda deb turaveradi. O'sha birinchi triggeri gapirishmaydi. Birinchi muammoni aytgisi kelmaydi, ko'nglidagi gapni eshitmagandan keyin psixologdan. Baxtiyor aka, bizani tomosha qilayotgan bizani obunachilarimizga 3 ta qanday o'zingizni sohangizdan kelib chiqib qanday tavsiya bera olasiz? Ana nima sohada? Jamiyatshunoslik, sotsiologiyadan kelib chiqib, oila psixologiyasi, oila seksologiyasi, seks psixologiyasidan kelib chiqqan holda. Birinchisi kommunikatsiyaga tez kirishga. Men aytaman har doim 30 sekundda odamlarga kulib qaraylik deyman. Qalbiga kirib oling. Tez 30 sekundda begonasirash degan narsa yo'qotish kerak. Bemalol kommunikatsiya. Introvert bo'ling o'zida. Ekstravert. Bemalol kirishib ketish kerak. Chunki hozir kirishib ketish juda og'ir bo'lyapti, juda ko'plarda. Tilini topolmaysiz. Kulib turish olmaydi. Oddiy mimika yo'q. Birinchi amerikancha to'g'ri kulib turgin deydi, advokating bo'lib qolar yoki prisyajniy bo'lib qolasiz, prisyajniy deydi. Ko'pincha kulib turinglar. Men o'zim ham ko'pincha aytaman studentlarga, kulib turinglar, baho e'lon qo'yib beraman deb qo'yaman. Kulib tursanglar bo'ldi. Xo'mrayganlar chidamayman. Kulib turinglar birinchi gal. Ikkinchisi harakat qilinglar, baribir vaqt topib, hech bo'lmasa yaxshi kinolar bir haftada bitta ko'rishga. Qaysi janrdagi tavsiya? Farqi yo'q. Guillermo del Toro'ning ujasini ham ko'rsa bo'ladi, to'g'risi aytsangiz. Guillermo del Toro. Del Toro zo'r. Yoki Luboyni farqi yo'q. Qaysidir maslahat beradi, internetga yozsanglar maslahat beradi. Yaxshi bir film. Top bir haftada 3 dagi. Top 100 ta, top 1000 ta bo'lsa, boshqa farqi yo'q. Kimdandir so'raylikki, sovet Bitta o'zi maslahat. Ko'pincha hech qachon bitta o'zi ko'rish kerak emas odam kinoni. Kimdir bilan ko'ringlar. Harakat qilinglar, kimdir yig'ilib, kimdirni ko'ringlar. Yig'ilib. Va albatta eng maslahat faqat ko'rish emasda kinoni. Kino ko'rgandan keyin albatta обсуждение, ya'ni o'sha to'g'risida kamida bir soat fikr almashinglar. Bu juda ham rivojlantiradi. Ko'proq odam bir-birini biladi, his-tuyg'ularini o'shanda. Chunki bizda dialog yetishmayapti-da. Nega? O'zidan o'zi odam gaplasha olmaydi-da hozir. O'sha sababchi bo'lish kerak. Birga bitta filmni ko'rib, gaplashish. Tog'dan kesib bog'dan keladi. Da, bitta narsa to'g'risida nima ko'rdi, u nima ko'rdi, bemalol erkin gaplashish. Va uchinchisi albatta ko'pincha men nima deyman? Erkaklarga ham, o'g'illarga ham bitta maslahat har doim. Empatiya, ya'ni bir-biringlarni bir narsa bir-biringlarga hech narsa isbotlamaylar. Men zo'rroqman, men hayotim qiyin bo'lgan, men anaqa bor, o'zini bor. Bir narsani isbotlashmoqchida hamma. Men ko'proq qo'pollik qilganman. Bitta rahmim emas, maqtanish ichida hamma narsa. Masalan aytadi, men o'zim harakat qilganman yoshlikda. Men o'zim kirganman. O'zini-da, yoki men o'qishga kirmadim, sinib o'qitdim, erga berdim, hozir o'ylamadim. Qurbonlik keltirish bor, o'zini как жертва deydi, o'zini как qurbon. Ya'ni but собой. But собой emas. But собойda hamma o'zini bir narsa qilishi. But собой emas. Hech kimga hech narsani isbotlamaydi. Ya'ni o'zingizlar zo'rliklarni ham yoki hayotingizga o'xshamaganini ham bir narsani isbotlashmoqchi-da. O'zini oqlashmoqchi bo'lishadi, o'sha isbotlashdi bir narsani. Odam charchatadi. Masalan, endi bir narsani gapirsam, menda ham xuddi shunaqa deb, menga kimdir gapirsa eshitishmaydi-da, ikkinchi tomon o'zini isbotlashni boshlaydi. Men sizdek o'qiy olmadim chunki men unaqa hayotim shunaqa edi. Bir narsani isbotlamoqchi-da. Yoki sizdagi shart-sharoit bo'lmagan deydi menga bir kim. Gap unda emas-ku. Gap hozir sen bilan gaplashib o'tiribmiz. To'g'rimi? Uje gap qaytaradi-da, odam gaplashgisi kelmaydi odamga. Ikkinchi tomon sizga bir narsani isbotlamoqchi bo'lsa. Negativ paydo bo'ladi. Negativ, ya'ni kommunikatsiya buziladi-da. Dialogda to'xtab qoladi. Da, men как tarixchi bo'lsam ham bor, o'tmish haqida gapirishni juda yomon ko'raman. O'tmish chidamayman bor. Men o'zi как professional o'tmish chidamayman, doktor nauka o'tgan bo'lsam ham. Har doim aytaman, hech kimga hech narsani isbotlamaydi. O'shanda hayot yaxshi bo'ladi. Hozir kelinlar ham bir narsa isbotlamoqchi, erkaklar xotiniga, eriga xotiniga bir narsa isbotlamoqchi. Xotini menda tajriba yo'q demoqchi hozir, eri menda tajribaliman deb isbotlamoqchi. Hamma muammo bir narsani isbotlashdan o'z belida. Boy bo'lmoqchi bo'lgan boyligini ko'rsatmoqchi bo'ladi, oshga boradigan oshga anaqa saqlab qo'ygan mashinasida boradi isbotlamoqchi bo'ladi. Bizda o'zbeklar hamma narsa bir narsani isbotlashmoqchi. Hatto seksopatolog uverinman kelganda ham sizga yolg'on gapirishadi. Birinchisi, ikkinchisi anaqasida. Chunki sizga bir narsani isbotlashmoqchi bo'lishadi. Mubolag'a qiladi. Da, vaqti buncha. Da. Yo, shuning uchun aytaman, hech narsani isbotlamaylar-da. Bor narsada, to'g'ri, but собой qaysi holatida vaziyatdan kelib chiqib, o'sha
gap olib ketinglar, qanaqadir dialogga. Bir narsani isbotlamanglar-da, hal qilinglar bir narsani. Qiyin qilamiz. Zachем isbotlash? Masalan, hech qachon hech kim hech narsani isbotlamayman. Men 4-sini ham qo'yardim, hech qachon o'zbeklarga narsa. Hech qanaqa bor shaxsiy savollar berish. Bema'ni maslahat berish bor. Bu chochib ketadi, hamma maslahat beradi. 4-5-sini ham qo'shib olaman, maslahat bermaydi. Hech kim shunaqa maslahat bermaydi, iltimos. Hamma o'zi bilib yashayapsam deydi. Sizni maslahatingizga siz ham deyman. Mana bugun yozsa kerak kommentariyada, "Sen ham maslahating kerak emas." Bu ishonchim komil, dahshat zo'r anaqa bo'ladi. Bu nima deydi? Ko'rsatuv rosa nima? Negativ zo'r bo'ladi. Ikkinchi qism bo'ladi. Dahshat zo'r negativ bo'ladi. Navoiyshunoslar ham manga tosh ochib tashlashadi. Navoiyda sifatli seks bo'lmaganda tosh ochishadi. Qanaqa seks? Qizlar ham tosh, hammada sufizm o'rganganlar ham tosh otishadi. O'zi menga tosh otishni ko'rishadi, lekin baribir narsani aytib qo'ymoqchiman. Men baribir hammani sevaman. O'zbek xalqini sevganim uchun va shunaqa ziyolimanki, men baribir bu xalq yaxshi bo'lishini xohlayman-da. Shuning uchun Toshkentda yashab turibmiz. Men ham ketib olardim allaqachon. Shuning uchun chaqirganingiz uchun rahmat. Sizga rahmat qolgan uchun. Yaxshi suhbat bo'ldi menimcha. Keyingi seriyasi bo'ladi endi. Shuning uchun hammani sevaman. Men har doim aytaman, men qizlarni diniga ham va ko'rinishiga qaramasdan yaxshi ko'raman deyman. Chiroyi muhim emas, qalbi. Chiroyi muhim. Chunki chiroyi muhim. Chiroyi bo'lganda, haqiqiy chiroylikni qalbi ham chiroyli. Chiroyli qiz ko'chaniki deshadi. Yo'q, haqiqiy chiroylida bor-ku, qalbi ham chiroyli bo'lib chiqadi. Va bu tajribadan. Qalbi chiroyli bo'lsa, yuzi ham chiroyli ko'rinadi. Yo'q, qalbi chiroyli bo'lsa, baribir tashqi baribir chiroyli bo'ladi. Bu juda bog'liq narsa demoqchiman. Men unga o'xshab, faylasuflarga o'xshab bor-ku, forma bilan, shakl bilan mazmun ajratmayman. Bu xilajada qalbi chiroyli, o'zi chiroyli emas deymaydi. Men qalbi chiroyli bo'lsa, o'zi ham chiroyli, 100%. Shuning uchun men uchun xunuk qiz yo'q. Bu xil menga yaqinda qiz savol berdi, o'zi o'tdi menga. Sizda qaysi diningiz bor? Men aytdim, ayollarni yaxshi ko'radigan dinman. Salomat bo'lasizlar, charchamanglar. Rahmat.